Bugungi ajoyib tantanamiz, ya'ni kitobxonlik ko'rik tanlovimizga xush kelibsizlar. Podshohim, odamlarning yuragida ishonchgan narsa qolmabdi demasliklari uchun shu odamga kafil bo'lgan edi. Ey onam, seni qaytib kelishga majbur qildi. Muallifimiz G'iyosiddin Yusuf ham o'zlarining shaxsiy fikrlari boshida men birinchi bo'lib ilmni keltirdim, chunki ilm har qanday yaxshilikning kaliti hisoblanadi deb aytib o'tganlar. Bilasizlar, bu yoqda g'alaba muhim emas. Bu yoqda eng katta qo'lga kiritilgan g'alaba bu go'zal xulqdir. Turli fanlar o'tilar bizning maktab kolbada, go'yo sirlarin ochar jilolanar har damda. Shaxsiy rivojlanishda mukammal bizning ustoz, dedi go'zal xulqlarni har kuni o'qing oz. Men o'zim mana shu kitoblar yozish orqali kelajakda yoshlar jamiyatda o'zgartiradigan yoshlar yetishtirishga hissa qo'shaman. Insonlar chiroyga aldanmasa edi. Zamonimiz qizlari hayoli bo'lsa edi. Va'dasiga vafoli erkaklar bo'lsa edi, sabrsiz insonlar yo'q bo'lsa edi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aziz o'quvchilar, bugungi ajoyib tantanamiz, ya'ni kitobxonlik ko'rik tanlovimizga xush kelibsizlar. Azizlar, bilasiz, ikkita filialimizda ham, ya'ni Kolba maktabimizning Tinchlik filialida ham, Chilonzor filialida ham 9lar o'rtasida, ya'ni 9-sinf o'quvchilari o'rtasida kitobxonlik bo'yicha ko'rik tanlovimiz bo'lib o'tdi. Aynan qaysi kitobdan qildik biz ko'rik tanlovni? Go'zal xulqlar kitobidan. Bugun final qismi. Barchangizni finalgacha yetib kelganingiz bilan g'olib jamoalarni chin qalbimdan tabriklayman. Lekin bitta narsa, bugun juda qattiq kurash bo'ladi. Va eng hayajonlisi ham bor hozir yonimizda. Men o'sha hayajonli tomonini aytib o'taman. Bugungi tadbirimizni, ya'ni ko'rik tanlovimizni hakamlar hay'ati bilan tanishtirib o'taman. Demak, ko'rik tanlovimizning hakamlar hay'ati bugungi kunda bolalar adabiyoti bo'yicha eng sermahsul ijodkorlardan biri. Va bu muallifning juda ko'plab kitoblari bolalarning eng sevimli kitoblariga aylanib ulgurgan. Va shu jumladan aynan biz, ya'ni siz o'qib tugatgan va bugungi kunda musobaqalashayotgan Go'zal xulqlar kitobining ijod mahsuli hisoblangan, ularning ijod mahsuli hisoblangan Go'zal xulqlar kitobining muallifi G'iyosiddin Yusuf. Xush kelibsiz ustoz. Va albatta aynan ikkala Kolba maktabimizning asoschisi va menimcha bu ustozni o'qimagan kitoblari qolmagan bo'lsa kerak. Kitob sevar ustozlarimizdan va ko'plab shogirdlari aynan mana shu Kolba maktabimizda ham o'qib, ham ishlayotgan bizning Kolba maktablarimizning asoschisi Doniyor Nasriddinov ustoz. Xush kelibsiz ustoz. Va albatta ikkita filialimizda o'z hakamligini ayamasdan qilib kelgan, Go'zal xulqlar kitobini yana sevuvchi bir ustozimiz, bizning kimyo fan ustozimiz Zafurbek Zavqiyev.
uchta hakam judayam ham maroqli va albatta jiddiy kurash bo'ladi. Faqat orqada bizni kuzatayotgan, qo'llab-quvvatlayotgan o'quvchilarimiz tinchlansin. Agar tinchlanmasak, sekin orqadan chiqarib yuboramiz. Va qo'llab-quvvatlashingiz sizni tinch bo'lib mana shu yerdagi ishtirok etayotgan o'rtoqlaringizga juda ham kerak. Buning uchun gapirib emas, tinchlik saqlab biz xulqimizni ko'rsatishimiz kerak. Chunki go'zal xulqlar kitobini biz o'qib tugatdik. Bugungi tadbirimiz kitobsiz aql, qanotsiz qush shiori ostida bo'lib o'tadi va shartlarni bilasiz. Lekin bu shartlar bilan biz hakamlarimizni tanishtirib o'tamiz. 4 ta shart bo'yicha bellashadi. O'quvchilarimiz 12 nafargacha guruhlardan ishtirokchilar bor va albatta guruhlardagi ishtirokchilarimizni bugungi o'zlarini tutishlari va kiyimlariga ham alohida e'tibor berishingizni hakamlar hay'atidan so'rab qolamiz. U uchun ham alohida ball beriladi. Birinchi shartimiz kitobdagi hikoyalar yuzasidan savol-javob. O'tgan safar savol-javoblarni olib, guruh bilan muhokama qilib, keyin javob bergansiz. Bu safar unday emas. Savolni chiqqan o'quvchimiz o'sha joyini o'zida javobini berish kerak bo'ladi. Tez emas, ozgina o'ylab olishingiz uchun vaqt beriladi. Sekund. Demak, 10 tadan savolimiz bor. Eski savolimiz ham bor, yangi final uchun qo'yib qo'ygan nazariy savollarimiz ham bor. Hammaga yetadi. Har bitta savolimizga 1 balldan hakamlar hay'atidan ball kutib qolamiz. To'g'ri javobga. Ikkinchi shartimiz tezkor savol-javob. Ya'ni kitobning nazariy qismidan savollar beriladi. Bu sekundga qo'yiladi. Ya'ni sekundomerga qo'yganimizda tez-tez aytishingiz kerak. Sekundiga ham alohida e'tibor beriladi bu safar. Chunki u savollarni siz ancha yaxshi bilasiz. Uchinchi shartimiz aynan shu go'zal xulqlar kitobi asosida sahna ko'rinishi. Sahna ko'rinishimizni ham juda ham chiroyli qilib, final bob qilib tayyorlab kelgansiz degan umiddaman. To'rtinchi shartimiz ijodiy ish, ya'ni bu mana shu go'zal xulqlar kitobimizni o'qib biza o'zimiz, ya'ni o'quvchilarimiz tomonidan, ya'ni siz tomoningizdan xulosangizni tushirgan mana shunday bu o'tgangi ishtirokchilarimizniki shunday xulosalar bilan devoriy gazeta, ya'ni ijodiy ishingizni ko'rsatib berishingiz kerak bo'ladi. Va yana bitta kichkinagina shartimiz bor, unga ham alohida qo'shiladi. Mana shuni ichida ketadi. Bu crossword. Bu savol endi boshqacha bo'ladi. Uni kelganda aytaman. Demak, ishtirokchilarimiz tayyormi? Hakamlarimiz tayyor. Biz tayyormiz, faqat kuzatuvchilarimiz tayyor emas. Tayyormizmi? Tinchlanib olamiz. Birinchi qaysi guruhdan boshlaymiz? Mezbondanmi, mehmondanmi? Demak, mehmondan. Bu safar mehmondan, keyingi shartda mezbondan. Bo'ladi. Bittadan o'quvchimiz chiqadi. Hamma chiqadi. Hammaga yetadi savolimiz. Muhammad Azam chiqamiz. Mana shu savolimizdan bittasini olamiz. Bu tomondan ham bitta o'quvchimiz chiqadi, olamiz, tayyorgarlik ko'rib turamiz. Tayyorgarlik ko'rguncha, demak, Chilonzor filialimizning komandasi, ya'ni guruhini nomi nima ekan? Ilm jilosi. Tinchlik guruhimizning Xulq nuri, ilm jilosi. Tayyormisizlar? Oldin hammaga assalomu alaykum. Savolim 5-raqamda xayolning foydasi. Xayolning foydasi bu o'zingizni sharmanda qilib qo'ymaydigan ishlarni qilmaslikka kiradi. Masalan, avtobus yoki metroda ketayotganingizda
qaysi ishlarni qilmaslikka yordam beradigan narsa shu hayo hisoblanadi. Birovlarning oldida sharmanda bo'lmaslikka yordam beradi hayo. Suhayl nega ikkinchi marotaba Ali qishloqqa kelganida yuzi yorishgan, quvonch bilan kutib oldi. Chunki Ali ikkinchi marta qishloqqa kelganda, Aliga kitob berib ketilganda Suhaylga, keyin Suhayl kitob o'qimasa, Ali unga kitob tashlab ketgandi va Suhayl u kitobni tugatishga va'da bergandi va Ali kelganda yuzi yorishgan bo'ldi. Chunki Suhayl u kitobni tugatib, va'dasini ustidan bajargan bo'lgan. Rahmat. Ikkinchi ishtirokchilarimiz Insof. Kim tayyor bo'lsa javobga, u yodlab olgan bo'lishi kerak. Tayyor. Nega manmanlik qilish kerak emas? Masalan, kuchli bolaning manmanlik misolida tushuntiring. Kuchli bola o'zini kuchliman, ko'p narsa qila olaman deb o'ylaydi, lekin u ko'tara olmaydigan og'ir yuklar bo'lishi mumkin. U qila olmaydigan ishlar bo'lishi mumkin. Javobim shu. Rahmat. Ko'p kitob o'qigan dadam hikoyasida ota-onasi nega farzandining bunchalik ko'p kitob o'qishga qarshilik qiladi? Chunki ota-onasi nega bunchalik ko'p kitob o'qiyapsan dedi. Aytaman, gapir. Bir, iki, üç. Çünkü her gittesi üçün olsun değil mi? Mayli. Albatta hayajon bo'lishi aniq, chunki aynan kitobni yozgan inson shu yerda turibdi. Chiqamiz. Keyingi ishtirokchilarimiz tez. Mana shu o'rtadan oling. Bunisini bilishadi-da. Bunisi yangi savol. Tayyorsan? Savollar o'qinglar, shundan tayyorlan. Savolni o'qiysizlar. Davomiy uzr so'ramaslik nimaga olib keladi? Biror bir bola uzr so'ramasa, boshqa atrofdagi insonlarning ko'nglini og'ritishi va o'ziga bo'lgan ishonchini oshib kibrli bo'lib ketishiga olib kelishi mumkin. Alisher Navoiy 9 yoshlarida 2 qator she'r yozib, zamonasining mashhur shoiri bo'lmish Lutfiy hazratlariga o'qib beradilar. Shunda hazrat yosh shoirga qarab nima deydilar?
aynan bir nima javob berish qiyin savol bo'lsa ham o'ylaymanki ular shu yoshligidan shu iqtidorli bo'lganlar zehnlar o'tkirligi haqida gap ketgan bo'lishi mumkin deb taxmin qilishim mumkin faqat xolos. Jamoada aniq javob bormi? Qabul qilmaymiz, lekin eshitib qo'yganimiz yaxshi. Alisher Navoiy shu Lutfiy Alisher Navoiyga men shu kungacha qilgan barcha ijodimni shu 2 baytga almashtirgan bo'lardim deydi. Chunki birinchidan Alisher Navoiy yosh bo'ladi va shunchalik chiroyli bayt yozgani uchun Lutfiy ham hayron qolib shu gaplarni aytadi. Bu gap qaysi mavzuga kelgan? Go'zal xulqlar kelmagan. Kelgan Islomni to'g'risi. Rahmat, keyingi ishtirokchilarimiz. Tezlashamiz. Yo'q. Tayyormizmi? Xo'p, uzr so'raganda 3 narsa qilish kerak. Ularni sanab tushuntiring. Birinchisi, undan uzr so'raganda qanday qilib uzr so'radi desa, boshqa qaytarib, boshqa takrorlamaydi deb uzr so'rash kerak. Ikkinchisi, narsa sovg'a qilish kerak va uchinchisi Javob bormi? Aniq javob. 3 ta aniq. Ketma-ketlikda berilganida. Chilonzor filialimiz. Kamtarga kamol manmanga zavol nima degani? Zavol yomon so'z, yomon degani. Yomonga orqaga tortish shunaqa degani. Yomon. Aniqroq javob bormi? Zavol kishi shunchaki to'plagan narsalardan mahrum bo'ladi. Ya'ni kamtar inson hech narsani o'zidan ayamaydi. Boshqalarda o'zini bo'lma, boshqasida bo'lmasin demaydi hech qachon. Kamtar inson hammada teng bo'lishini istaydi. Ya'ni maqolada kelgan narsa esa zavollik, hech narsa har narsadan mahrum bo'lish deydi. Zavol haqida bilsanglar, quyosh aytiladi. Quyosh zavolga keta boshlagandan deb aytiladi. Nimaga zavol? Orqaga qarab ketadi, botib boshlagandan deb aytiladi. Shunaqa shunga o'xshab inson ham man bo'lsa orqaga qarab ketib bo'ladi. Zavol ma'nosi. Zavol Qabul. Rahmat. Keyingi ishtirokchilarimiz tezlashamiz. Tezlashamiz, tez. Tayyor? Tayyorsan. Kimlarga itoat qilinadi? Birinchi bo'lib o'zimiz ota-onamizga itoat qilinadi. Keyin ustozlarimizga va bizga yaxshilik tilaydigan ota-onalarimiz, odamlarga va shu bilan birgalikda bizning maktabimizga masalan ustozlarimizga deb sanadi, nafaqat ustozlarimizga, balki shu direktorlarga va direktor o'rinbosarlariga shu bizdan yuqorida turadigan insonlarga, ya'ni yuqorida deganda yomon ma'noda yuqorida emas, lavozimi balandroq bo'ladigan odamlarga itoat qilishimiz zarur. Chunki ular bizga yomonlik tilashmaydi. Sabrsiz zararlari. Sabrsiz odam o'zi qo'ygan maqsadlarga tez erisha olmaydi. Sabrsiz odam o'zi qo'ygan maqsadlarga o'zi xohlaganday erisha olmasligi mumkin va shunga bo'lgan yo'l qiyin bo'ladi.
Rahmat. Oxirgi ishtirokchilarimiz. Qani hamma oxirida eng kuchlisini olib qo'yadi-ku. Kim tayyor? Oltinchi savol, yolg'onchilik oqibatida nima bo'ladi? Yolg'on gapirgan odam oxirida oxiri yomon bo'lib tugaydi. Rost gapirganda har doim masalan yomon ish qilib qo'ydingizmi, o'shani aldamasdan gapirish kerak. Rost gapirsa, u yaxshilikka olib keladi. Yolg'onchilik oqibatida esa yomonlik bilan tugaydi. Yolg'onchilik. Yolg'on gapirdi. Qanday bo'ladi? Natijalar. Yomon bo'ladi. Shommalaring yaxshi. David. Yo'lda. Vaqt masalasini. Nega saxiy bola yomg'irga o'xshatiladi? Chunki yomg'ir yog'ganda tomchilarini ayamaydi, yerga ham o'simlikka ham qilgani uchun saxiy yomg'ir tomchilari har qayerga tushiraveradi. U o'zida ayamaydi-da. O'shaning uchun saxiy bolani ham o'shanga o'xshatadi. Saxiy hamma ulashaveradi hamma narsasini, hech kimdan anaqa ayamaydi-da. O'shaning uchun yomg'irga o'xshatiladi. Rahmat. Demak, birinchi shartimiz bo'yicha savollarga javoblarni aniq yoki noaniq berilgani bo'yicha hakamlar hay'ati ballarni qo'yib borishdi. Ballarni bu safar oxirida e'lon qilamiz. Hozir sizlarga ballarni e'lon qila olmaymiz. Ikkinchi shartimiz bo'yicha nechtadan ishtirokchini chiqaramiz tezkor savollarga? 4 ta ko'p emasmi? Tuzilgan savollarimiz aynan mana shu kitobni ichida javobi bo'lishi kerak. Kitobni javobi bilan sizning javobingiz to'g'ri bo'lishi kerak. Ya'ni o'zingizni ichingizdan to'qigan javobingiz qabul qilinmaydi. Tushundingmi? Tezkor savollarimizga 3 tadan o'quvchilarimizni taklif qilamiz. Demak, bu safar Chilonzor filialimizga navbatni beramiz. Mana shu yerda hakamlarga qarab 3 ta o'quvchimiz turadi. O'qiyman. Javob ber. Tayyormiz? Ha. Qolganlar jim turamiz. 1 2 3 deyishim bilan boshlaymiz. 1 2 3 biladiganlar bilan bilmaydiganlar. Bir narsa aslida qanday bo'lsa shunday tushunishga bilishga nima deyiladi? Beshikdan qabrgacha so'z yoki amalning haqiqatga to'g'ri kelishi
o'zidagi yaxshi xislatlar uchun maqtanmaslik, boshqalarni o'zidan kam ko'rmaslikka, kamtarga kamol, bir ishni qilish yoki qilmaslikka birovni ishontirish, qo'li ochiqlik, o'zi uchun yaxshi ko'rgan narsani so'zda va amalda yaxshi munosabatda bo'lish, tabassum bilan muomala qilish, bilagi zo'r birni yiqar, kamtarlikni teskarisi, biror qiyinchilikka uchraganda chidash, biror ishni yakun so'zining ustidan chiqadigan kishini nima deymiz? Saxiylikning teskarisi, yaxshi gap bilan iloyinidan chiqadi, yomon gap bilan odamlar oldida sharmanda bo'lishdan saqlanish, uyalish nima? Ilmsizlik nima deyiladi? Bo'ysunish, quloq solish, aytganini qilish. Bir kishi boshqa bir kishiga ishonib topshirgan so'z yoki narsaga nima deyiladi? So'z kumush, sukut esa bo'ldi. Bu yerda javobni to'g'riligiga va taymerga, ya'ni tezkorlikka alohida e'tibor beriladi. Shuni hisobga olishingiz kerak. Savolni o'qib bo'lgunimcha javobingizni aytib boradigan bo'lsangiz, bu yaxshi. Men keyingi savolga o'tib ketishim mumkin. Birinchi javob qabul qilinadi. 3 kishi. Demak, xulq nuri jamoasi tayyormizmi? Pulimiz cho'ntagimizdan chiqaramizmi, Muhammad Hasan? Cho'ntagdan javoblar. 3 deyishim bilan boshlaymiz. 1 2 3. Biladiganlar bilan bilmaydiganlar bir narsa aslida qanday bo'lsa shunday tushunishga, beshikdan qabrgacha so'z yoki amalning haqiqatga to'g'ri kelishi, o'zidagi yaxshi xislatlar uchun maqtanmaslik, kamtarga kamol, bir ishni qilish yoki qilmaslikka birovni ishontirish, qo'li ochiqlik, o'zi uchun yaxshi ko'rgan so'zda va amalda yaxshi munosabatda bo'lish, tabassum bilan muomala qilish, bilagi zo'r birni yiqar, kamtarlikni teskarisi, biror qiyinchilikka uchraganda chidash, so'zining ustidan chiqadigan kishiga nima deymiz? Saxiylikni teskarisi, yaxshi gap inidan chiqadi, yomon gap bilan odamlar oldida sharmanda bo'lishdan saqlanish, uyalish, ilmsizlik nima deyiladi? Bo'ysunish, quloq solish, aytganini qilish. Bir kishi boshqa bir kishiga ishonib topshirgan so'z yoki so'z kumush, sukut esa bo'ldi. O'tirib olamiz. Demak, ikkinchi shartimiz bo'yicha hakamlar hay'ati muhokama qilishgungacha biz 3-shart, ya'ni sahna ko'rinishi uchun tayyorgarlikni ko'rishni boshlaymiz. Bu sahna ko'rinishida tinchlik filialimiz boshlab berishadi birinchi. Xo'p, qadrdonlar, bugun biz uchun juda ham katta bayram, juda ham katta tadbir bo'lyapti. Bu yerda o'sha darg'alarimiz o'tiribdi, ustozimiz kelgan ekanlar. Hozir tadbir jarayonidagi imkon bo'lsa bir og'iz so'z bersa yaxshi bo'lardi ustozimizga. Sababi bilasizmi? Bitta eshitasizlar, chiqmay turasizlar ozgina, 1 daqiqa chiqmay turasizlar. Bu hayotda hamma rol o'ynaydi. Hozir bizning ishtirokchilar ham rol o'ynashga chiqmoqchilar hozir. Bu hayotda hamma rol o'ynaydi. Kimdir talab ilmlik rolini, kimdir ustozlik rolini, kimdir ota-onalik rolini o'ynaydi. Bu hayotda rollarni maromiga yetkazganlar najot topadi. Men shogirdlarimga ko'p aytaman-da, ustozlik rolini o'ynayotgan paytda ustozlik shunaqa qiyin ishki, ham ilmi kuchli bo'lish kerak, ham o'zi gapirgan gapiga amal qilish kerak. Agar amal qilmasa, gapirayotgan gaplari bolalarga yuqmaydi deyman. Endi yozuvchilar bilasizmi qanaqa odamlar bo'ladi? Ustozlarga qisman osonroq shogirdini ko'ziga qarab gaplashadi-da, gapini yuqtirishi mumkin bo'ladi. Yozuvchilar esa masofadan turib, kim kitob o'qiyotganini bilmasdan turib, ularga gapini ta'sirini o'tkaza oladilar. Ular
agar gaplariga, yozayotgan ishlariga amal qilsalar, butun jamiyatni isloh qiladilar. Mana G'iyosdin Yusuf ustozimiz turibdilar. Ularni yozgan kitobini barakasidan bu o'quvchilarimiz kitobxon bo'lib ketishdi ustoz. Kitobxon bo'lib ketishdi. Bu yerda Erkin Malik ustozimiz kelganlar, ularga bir og'iz so'z beramizda, keyin duo qilib bersalar, keyin davom ettiramiz. Hozir tadbir, biroz shovqin, bolalarcha shovqinlarimiz bor. Ustoz olti biroz xijolat qilib turibman. Bular ilm darg'alari. Bular kitobxonlikka shunaqa harislarki, kitobxonlik maktablarini tashkil qilganlar, juda katta ishlar qilganlar. Hozir gapirsak, bu yerda tadbir to'xtab qolmasin deymiz, lekin bir og'iz so'z beramiz ustozga. Ustoz, xush kelibsiz. Bismillahirrohmanirrohim. Aziz bolajonlarim, juda ham xursandman meni chaqirganlar uchun. Mana hozir Go'zal xulqlar degan kitobni suratini ko'rib, bu kitobni muallifini ham juda yaxshi bilaman. Men yaqinda yozuvchilar uyushmasiga qabul qilishsin deb tavsiyani yozib berdim. Xudo xolisa O'zbekiston yozuvchilar uyushmasiga a'zo ham bo'ladilar. Hozir mana shu Go'zal xulqlar deganda men kimni esladim? Shayximiz Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf Hazaldan esladim. Ular 4-sinfda o'qib yurgan paytlarida o'rtoqlari bilan bir ko'prikning tagida baliq tutgani borishadi. Shunda yonida kolxozi Qora Ekin degan joyda tarus qovlar ekilgan. O'sha yerda qorovul bilan yana bir odam tortishib qoladi. Qorovul aytadiki, Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf Hazaldan ko'rsatib 4-sinf bolasi juda ham odobli, juda ham axloqli deb maqtaganda u yonidagi odam hamma bola bir bolada. Hammani deb bir to'polon boshqa deb ishonmaydi. Hozir sinaymiz deydi. Nima qilishadi? Ular baliq tutib o'tiradigan joyda tepada ikkita taruzni olib nimaga suvga dumaltib yuborishadi. Suv oqizib boradi. Borgandan keyin ular baliq tutib o'tirishdi ko'prikning tagida. Hali taruzlarni ko'rishib o'rtog'i bilan haligida olishadi bu yoqqa. Olgandan keyin o'rtog'i aytadi, endi jiran yegalar kelib turibdi haligi taruzlar. Qornlari och. Keyin o'rtog'i aytadiki, nima qilamiz bu taruzni deydi. Nima qilamiz deydi. Qo'yib yuboramizmi, oqib ketaversinmi deydi. Kimdir o'ziga bo'lsa kerak deydi. Desa, unda Muhammad Sodiq aytadiki, agarda qo'yib yuborsak deydi, bu o'g'illikqa sherik bo'lib qolamiz deydi. Nima qilamiz desa, bu taruzni qorovulga olib chiqib beramiz deydi. Betadan taruzni ko'tarishib, haligi qorovulga olib chiqib berishadi. O'shanda haligi tortishib qolgan odam yutqizadi qorovul oldida. Endi qaranglar-da, shu bitta go'zal xulq bilan butun mahalla tarbiyalanadi, butun qishloq tarbiyalanadi. Ovoza bo'lib ketadi. Shunaqa bo'libdi, shunaqa bo'libdi, shunaqa bo'libdi. Bolalar taruzni yeyishmabdi, nima qorovulga olib chiqib beribdi. Deb haligida o'sha bitta xulq bilan o'sha butun ularning yashayotgan qishlog'i Bulovoshida shu haligi hamma e'tibor qilib gap bo'ladi-da. Mana bitta xulq bilan o'sha kattalar gapirmoqchi bo'lgan, aytmoqchi bo'lgan gaplarni bular bitta harakati bilan o'sha o'rtog'i bilan o'sha o'zlarini kimligini ko'rsatishadi. Hozir sizlarni bu yerda javobinglar, so'zinglar ana shu xulqni menga eslatdi. Iloya mana shunday xulqda bo'linglar. Biz kattalar, ustozlar, mana muallimlar, yozuvchilar gapiraveramiz. Lekin sizlarni o'zinglarni qilgan xulqinglar, odobinglar biznikidan 1000 barobar ustun bo'ladi va tarbiyada ham, boshqada ham o'shanda o'zini mevasini beradi. Shuning uchun bu yo'lda sizlarga omad tilayman. Sog' bo'linglar. Mana lider bolalar degan kitobni ham ko'rdim, mana hozir ko'rmaganimni juda ajoyib, chiroyli. Lider degani bu peshqadam degani. Shayx Muhammad Sodiq janoblari maktabda o'qiganda peshqadam bo'lganlar. Peshqadam deyishgan u kishini. Keyinchalik ham nimada o'qiganlarda ham, Mirarabda o'qiganlarda ham, boshqa chet davlatlarda o'qiganda ham u kishi peshqadam bo'lib qolganlar hamisha. Hayotda hamisha peshqadam bo'lib qolganlar. Salomat bo'linglar. Halol nashrida mana biz kitoblar olib keldik.
shularni endi hakamlar o'zlari bilib nimalarga tarqatishadi. Mana o'sha bizning nomimizdan qabul qilinglar, xo'pmi? Salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Xo'p. Rahmat ustoz, o'zi bizani maktabimizga kelganingiz, tashrif buyurganingiz o'zi katta sovg'a edi. Lekin yana shunaqa kitoblar bilan, sovg'a salomlar bilan kelganingiz, duo xayr qilib berganingiz juda katta baxt bo'ldi. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat ustoz, xush kelibsiz. Demak, Tinchlik filialimizning Xulq Nuri jamoasiga sahna ko'rinishi uchun navbatni beramiz. Marhamat, sahnaga. Mana 272 guruhdan ustozlarga savol bermoqchiman. Siz shu darajaga yetishganingizcha qanday qiyinchiliklarni bosib o'tgansiz? Alaykum assalom. Savolingiz uchun rahmat. O'zi aslida qanchadir qanaqadir darajada olmaymiz, lekin mana shu sizlarning yonlaringizga kelguncha aytiladigan bo'lsa, aslida mana shu Kolba maktabidan tibbiyotga yo'naltirilganki asosiy ixtisoslashim. Men ham shu doktor bo'lishni niyat qilganman yoshligimda, shifokor bo'lishni niyat qilganman. Hozir hazillashib aytaveraman intervyularda. Men minglab odamlarning hayotini saqlab qolganman, doktor bo'lmaganman deb hazillashaman. Shu nasib qilmagan. To'g'risi men 5 yil tayyorlanganman institutga kirishga, doktorlikka, tibbiyot institutiga. Bu vaqtlarda ancha qiyin edi. 2006, 2007, 2008-yillar topshirganman. 3 yil uchalasidan kira olmaganman. Keyin oxir taslim bo'lganman. 5 yil davomida tayyorlanib 3 yil topshirganman. Kira olmaganman. Undan keyin hunarmandlik kasbini o'rganib, hunarmand bo'lganman. Ancha yil hunarmandlik qilganman, ota kasb. O'zi lekin yoshlikdan she'rlar yozib, yozuvchilikka qiziqish bor edi, qobiliyat ozgina bor edi. Keyin 2016 yildan yana o'sha o'zbek tili va adabiyot qayta takrorlab, oldin o'rganganlarimizni takrorlab, 2007-yilda nashriyotga ishga kirganman. Shunaqa qilib 2017 demoqchiman, 2017 ishga kirdim. 2 yil davomida nashriyotda ishlab, 2019-yilda birinchi kitobim nashr qilingan. Shunaqa qilib oxiri mana bu ijod yo'liga o'tib ketib qoldik. Asli 2013-yilda ham Odinaxon Muhammad Sodiq ustozga muharrirlikda yordam berganman. 14-15-yillarda Shayx hazratlar bilan savol-javoblar tahrir qilganman. Bular endi onlayn ravishda bo'lgan. Shunaqa uzoq tarixi bor. Endi qiyinchilik desak bo'ladi o'ziga yarasha. Lekin odam nimani maqsad qilsa, harakat qilsa yetar ekan. Men o'sha 2017-yilda Samarqandda yashaganman. U vaqtda muharrir bo'lib Toshkentga ketaman degan ma'noda bir she'r yozgandim. Bu bo'lmasa u vaqtda xayolimga kelmagan. 2017-yil oktyabr oyidan men nashriyotga ishga kirganman. Oldinroq yozilgan bu she'r, masalan, yozda yozilgan bo'lishi. Lekin Alloh nasib qilib o'sha tilagimiz ijobat bo'lib qolibdi deb shu oktyabr oyidan Akademik nashriyotda ish boshlaganman. 18-yilda Hilol nashrida ishladim. Undan keyin nashriyotdan ishdan chiqib, erkin ijodkor sifatida faoliyat yuritib kelyapman. Shunaqa. Rahmat. Shifokor bo'lmasangiz ham, lekin butun avlodlarga, hatto insoniyatga ularni ma'naviy yordam berib, ma'naviy ularga nima davolab degandek butun insoniyatga yordam istayapti. Rahmat kattakon. Avvalo, assalomu alaykum ustoz. Mana shu go'zal huquqlar kitobini yozishda va mana shu g'oyani eng birinchi sizga kim bergan? Xo'p. O'zi ko'p kitoblarimiz, o'zimda aytsam, ko'p kitoblar boshlab qo'yaman, keyin qolib ketadi, oxiriga yetmasdan qachondir mavridi kelib tugatiladi. Go'zal huquqlar kitobi ham shunaqa bo'lgan. O'tgan yili, shu yil 25-yilda nashr qilindi. Undan bir 2-3 yil oldin bu kitob yozilgandi. Ya'ni yozib boshlangandi. Nimaga, g'oya qayerdan keldi? Birinchi kitobimiz o'sha bolalar uchun bo'lgan kundalik odoblar. Odob mavzusida yozdik. Undan keyin bir hikoyalardan iborat muzqaymoq yozildi. Yana baribir nimadir bolalarga nimani o'rgatish kerak? Ular nima yetishmayapti deb o'ylab shu go'zal huquqlar fikri kelgan. O'sha huquqlarni yetkazishimiz kerak. Masalan,
kundalik odoblarda kun davomida qilinadigan amallarni odobi berilgan bo'lsa, buni o'zi yetarli emas. Masalan, rostgo'ylik, omonatdorlik, va'daga vafo va boshqa sifatlar ham borki, ular ham bolalarda bo'lishini xohlaymiz deb o'sha 2-3 yil oldin yozib boshlaganman. Keyin to'xtab qolgan. 24-yillarda yana qayta ko'rdimda, endi shu kitobni tugatib chiqarishimiz kerak, bolalarga kerak deb. Ko'pincha o'zi hamma kitoblarda ham mavzu ehtiyojdan kelib chiqib bo'ladi. Ijtimoiy tarmoq orqali savol berishadi yoki o'zimiz jamiyatni kuzatib, bolalar bilan ishlaganda, boshqa bo'lganda nima yetishmayapti, shundan kelib chiqib mavzu tanlashga harakat qilamiz. Bu ham shunaqa bo'lgan. Nimaga aynan 7 dan 13 yoshgacha qilgansiz kitobni? Masalan, hozir va'daga vafo qilmaslik yoki omonatiga xiyonat qilish kattalarda ham ko'p bu narsa. O'shanga nimaga aynan 7 dan 13 yoshgacha? Va alaykum assalom. Yaxshi savol, rahmat. Mana bu oldinroq aytganimizdek kundalik odoblar kitobimiz ham asli o'sha 7+ deb yoziladi. Asli 7+ o'zi bu rasmiy chegara. 5+ bo'lsa ham bo'laveradi. 5 yoshli bolalar ham agar o'qiy olsa yoki ota-onasi o'qib bersa tushunaveradi. Lekin o'sha 10-15 yoshda chegara qo'yishimiz endi mavzu yozilish uslub jihatdan, ya'ni hikoyalar ichida savollar berilgani ayni shu yoshdagi 7, 13, 15 yoshgacha bo'lgan bolalarga to'g'ri keladi. Kattalar endi hikoya o'qib nima qilish, xulosa qilish yoki savollarga javob berish o'tirish zerikarli bo'ladi. Shuning uchun hozir aytganim kundalik odoblar kitobimiz bir ustoz aytganlar, buni o'zi 7+ deganlarimiz bilan 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'laverar ekan deganlar, ya'ni mavzusi jihatdan. Lekin uslub o'shanaqa bolalarga mos tilda bo'lgan, masalan, qadrli bolajonlar deb boshlangani uchun kattalarga noqulay bu narsa. Shuning uchun ichidagi ma'lumot jihatdan hammaga foydali bo'laveradi, xudo xolasa. Faqat uslub o'sha bolalar uslubida. Bizga ruxsat. Mehmondo'stliging uchun katta rahmat. Endi senga o'zim tanitsam. Men Xiraning podshohiman. Bu esa mening vazirim Shurayh. Shohim sizmidingiz? Sizligingizni bilmayman-ku. Yana asli mehmondo'stingiz xursand bo'ladi. Yo'q, rahmat. Biz ketamiz. Mehmondo'stliging uchun rahmat. Endi seni mukofotlasam. Agar senga biror narsa kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol meni qasrimga boraver. Rahmat shohim, albatta boraman. Podshohim, men sizning fikringizga qarshi chiqolmayman, ammo uyda meni oilam, bola chaqalarim bor. Menga bir hafta muhlat bering, bir haftadan so'ng albatta qaytib kelaman. Mayli, ruxsat beraman. Ammo sen o'zingga qoldirish kerak. Podshohim, shu odamga men chaqib bo'lib bera olaman. Rahmat podshohim. Odamlar, eshitmadim demanglar. Podshohimiz farmoniga ko'ra bugun yo odam qatl qilinadi, yo unga kafil bo'lgan vazir qatl qilinadi.
Odamlar jarish farmoni olib kelibdi. Ey vazir, nima deb o'ylaysan? Ana odam seni aldab ketdimikan? Jallod! To'g'ringlar! Assalomu alaykum podshohim, men keldim. Ey vazir, seni bu odam kafilga ko'rish kerak. Podshohim, odamlarning yuragida ishonch degan narsa qolmabdi demasliklari uchun shu odamga kafil bo'lgan edi. Ey odam, seni qaytib kelishga majbur qildi. Podshohim, odamlar qalbida vafo qolmabdi deyilmasligi uchun qaytib keldi. Bo'lmasa odamlar qalbida kechirim qolmabdi deb o'ylamaslik uchun ikkalamiz ham kechirdim. Hikoyadan xulosa qiladigan bo'lsak, avvalo har bitta anaqa momentlarni aytib chiqaman, jarayonlarni aytib chiqaman. Birinchi bob vazir odamga kafil bo'ldi. Bu nima degani? Vazir odamlarning yuragidan ishonch degan narsa qolmabdi degan maqsadda shu odamga kafil bo'ldi. Shu odam qaytib keladi. Bechoraning kafil odam yo'q ekan, o'zi hech kim yo'q ekan. Men kafil bo'lib beradigan ma'noda ishonch bildirib shu odamga men kafil bo'laman degan iborani chiqardi og'zidan. Xo'p, keyingi anaqa jarayon vazirni qassob jallod kallasini tanasidan judo qiladigan joyda odam qaytib keldi. Odam nega qaytib keldi? Odam va'dasiga vafo qildi. O'yladi, men tanimagan odam menga kafil bo'lib berdi. Endi men hozir kelmasam, u tarafga nohaqqoniylik bo'lib qolmaydimi deb o'yladi. Shuning uchun ham u va'dasiga vafo bo'lib, anaqa qaytib keldi podshoh oldiga va podshoh keyin o'zida o'ylab, xo'p, men ikkalasi vazir bilmagan odamiga kafil bo'lib berdi. Odam qochib keta oladigan imkoniyati bo'lganda qaytib keldi. Endi men bu odamni hozir qatl qilsam nohaqqoniylik bo'lmaydimi dedi va yuragidagi kechirimli degan narsani kuchaytirib, podshohimiz vazirni ham, odamni ham kechirdi. Biz bu hikoyadan tushunishimiz mumkinki, vafodorlik insonni hayotini ham saqlab qolishga sabab bo'la olar ekan. Biz o'zimizda bu ko'nikmani shakllantirishimiz bilan nafaqat o'zimizni johillikdan saqlagan bo'lamiz, balki boshqalarda ham yaxshi taassurot qoldirib o'rnak bo'la olamiz. Xulq nuri jamoasiga olqishlarimiz. Endi Chilonzor filialimizga navbatni beramiz. Marhamat. Va'daga vafo qilish mukofoti. Xira podshohi Nomon ibn Munzir bir kuni vazir bilan ovga chiqdi. Sahroda uzoq yurib, yo'lda adashib qolishdi. Qorong'i tushib hech narsa ko'rinmay qoldi va podshoh bir kulbaga ko'zi tushdi. U kulbada bir inson oilasi bilan yashar edi. Ey odam, biz yo'lda adashib qoldik. Bizdan yegani va ichgani narsamiz qoldi. Assalomu alaykum, aziz mehmonlar. Marhamat, kiringlar. Deb ichkariga taklif qildi. Quyosh chiqqach, uy egasi mehmonlarga yo'lni ko'rsatib qo'ydi. Bizni tanimasang ham mehmon bo'lding. Shuning uchun men senga o'zimni tanishtirsam. Men Hiraning podshohiman. Bu esa vazirim Shuray. Men podshohning vaziri Shurayh bo'laman. Podshohim, siz bizni juda ham xursand qildingiz. Agar biror narsaga muhtoj bo'lsang, hech tortmay Hiraga borishing mumkin. Kunlar o'tib, haligi kishining yegani narsasi qolmadi va uy egasi Xira podshohning oldiga borishga qaror qildi. Haligi kishi podshoh huzuriga borib, u bilan uchrashishni so'radi. Huzurga kirgach, podshoh odamni qatl qilishni buyurdi. Shunda hayron bo'lgan inson o'zini tanishtirdi. To'xtanglar. Ana bu kuni o'z qurbamda mehmon qilgan inson bu men. Shunda askar: Bugun podshoh bilan uchrashmoqchi bo'lganlar qatl etiladigan kun. Podshohim, men sizni xohishingizga qarshi chiqa olmadim. Menga bir hafta muhlat bering. Meni uyda oilam kutib turibdi. Men xayrlashib, bir haftadan so'ng huzuringizga qaytaman. Men roziman. Lekin senga kafil bo'la oladigan biror bir kishini o'z o'rniga qo'yib ketishingni buyuraman. Bechora kishi atrofga qaradi va uni taniydigan hech kimni topa olmadi. Shunda vazir Shurayh: Podshohim, bu odamga men kafil bo'lsam maylimi? Agar bu odam kelmasa, kafil bo'lgan inson boshi tanasidan judo qilinishini so'rayman.
Buyrug'ingiz bosh ustiga podshohim. Oradan bir hafta o'tdi. Odamlar va askarlar qatl maydoniga kelishdi. Hamma bir-biriga savol berardi. Va'da bergan kishi qaytadimi? Podshoh vazir Shurayhni qatl qilib yuboradimi? Shunda odamlar orasidan to'xtanglar, to'xtanglar degan ovoz keldi. Shunda podshoh Shurayh: Ey vazir, ana bu odam seni aldab ketdimi? Nima deb o'ylaysan? Shunda qaytib kelgan insonni ko'rgan podshoh yana vaziridan so'radi: Nima uchun tanimagan odamingga kafil bo'lding? Chunki podshohim odamlar qalbidan muruvvat ketib bo'libdi demasliklari uchun. Ey odam, seni qaytib kelishingga nima majbur qildi? Podshohim, meni qaytib kelishimga sabab bu odamlar qalbidan vafo ketibdi deb o'ylamasliklari uchun men qaytib keldim. Men odamlar ko'nglidan kechirish, rahm shafqat ketib bo'libdi deyishmasligi uchun ikkingizni ham afv etdim. Endi esa hikoyamizning xulosasiga o'tadigan bo'lsak. Xulosadan ko'rishi mumkinki, jahlatiga mingan podshohimiz ham insonlarning qalbidan muruvvat ketmasligi uchun oddiy aholini kechirdi. Va bu hikoyadan men 3 narsani tushunib oldim. Nafaqat men, go'zal xulqlar o'qigan har bir o'quvchi. Bu hikoyada bizda faqat va'daga vafo bo'lish emas, kechirimli, yaxshi gumonlik qilishdir. O'zingiz tushunib olgan bo'lishingiz mumkin, to'g'rimi? Rahmat. Bir xil sahna ko'rinishi bu yana ham yaxshi. Chunki qaysi biri haqiqatdan chiroyli ijro qilindi, mana shunga demak hakamlarimiz e'tibor berishadi. Sahna ko'rinishimiz tugadi. Demak, 3-shartimiz o'z nihoyasiga yetdi. Endi navbat 4-shartimizga. 4-shartimiz juda ham qiziqarli. Bu menimcha kitob muallifiga ham qiziqarli bo'lsa kerak. Sababi har bir inson o'qiganidan keyin mana shu kitobdan olgan xulosasi qanday bo'ladi? Shu narsa aynan ijodkorga qiziq bo'ladi. Bugun bizning guruhlarimiz mana shu xulosani chiroyli qilib o'zlari kreativ yondashgan holda ishlab kelishgan. Demak, birinchi qaysi guruhdan boshlaymiz? Birinchi bundan boshlagan. Endi Chilonzor guruhimizdan boshlaymiz. Marhamat. Bizning ijod mahsulimiz shundan iboratki, ko'rib turganingizdek ulkan mevali, sermevali ulkan daraxt, to'g'rimi? Uning oldida esa 21-asrning yoshlaridan misol keltirib qo'ydik. Xo'sh, keling bu suratni o'tishdan oldin sizga bir eslatmadan o'tib o'tay. Ya'ni eslatma. Tarixga nazar solsak, Nyuton u ham daraxt oldida o'tirgan va boshiga meva tushgan sababli dunyoga, ya'ni kelajagimizga mashhur bo'lgan qonunlarni kiritilgan. Va bu qonunlarni biz hozirgacha ham qo'llab kelamiz va o'rganib kelamiz. Buning uchun albatta rahmat ularga. Xo'sh, keling endi daraxtga o'taylik. Daraxtni biz Go'zal xulqlar kitobi deb oldik. Ya'ni u juda ham mustahkam va mevalarga boy, ya'ni xulqlarga. Xo'sh, biz bolaning boshiga birinchi ilm mevasini tushirdik. Nega? Agar e'tibor bilan, ya'ni qalb bilan o'qigan bo'lsangiz, muallifimiz G'iyosiddin Yusuf ham o'zlarining shaxsiy fikrlari boshida men birinchi bo'lib ilmni keltirdim, chunki ilm har qanday yaxshilikning kaliti hisoblanadi deb aytib o'tganlar. Shuning uchun biz ham ilmni birinchi bolaga o'tkazdik. Endi esa bizning ikkinchi loyihamiz. Assalomu alaykum. Ikkinchi loyihamizni oldingi hakamlarimiz juda yaxshi biladi, ularga ko'rsatganmiz. Lekin bu shu ijodiy ishimizning asosiy joyi bo'lgani uchun eng qizig'i, ya'ni eng shirin tomoni shu bo'lgani uchun aynan shunisini olib qolishga xohladik. Xo'p, birinchi o'rinda biz go'zal xulqli muqovasiga ahamiyat berishimiz mumkin. Nimaga biz aynan muqovasini yopishtirishga maqsad qildik? Chunki birinchi marta ko'rayotgan insonlar bo'lishi ham mumkin, o'qimagan insonlar bo'lishi ham mumkin. Ular ko'rganda aynan nima haqida ketayotganligini yaxshiroq anglab tushunishligi uchun, ya'ni qaysi kitob haqida ketayotganini yaxshiroq anglashligi uchun qilingan. Va atrofida biz go'zal xulqlarga oid rasmlar joylashtirganmiz. Chunki
insonni vizualizatsiya degan, ya'ni tasavvur kelgan bo'ladi shu folklorda rasmlardan, chunki rasmlar insonga tasavvurni kuchaytiradi. Keyin aynan eng qiziq joyi buni Zafur ustoz va Usmon so'zlab eshitgan tomoni bu shaxsiy she'rim. Buni o'zim yozganman. Ya'ni buni nima uchun yozganman? Men shu go'zal xulqlar o'qigandan keyin ta'sirlanib ketganman. Ya'ni bu she'r yozishdan maqsad hozirgi yoshlarning tarbiyasini go'zal xulqlarga qanchalik zidligini tanqidiy ohangda she'r bilan bayon qilishni xohlagandim. Maqsad shuni insonlarga yetkazish bo'lgan. Hozir shu she'rni o'qib xulosani oxirida keltirib o'taman. Yana sizga eslatma, e'tibor bilan eshiting, chunki bu she'rimiz o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. İnsanlar chiroyga aldanmasa edi. Zamonimiz qizlari xayoli bo'lsa edi. Va'dasiga vafoli erkaklar bo'lsa edi, sabrsiz insonlar yo'q bo'lsa edi. Havas qilurmiz Usmon va Umarlarga, ammo hayo adolatdan yo'q xabarimiz. Balki bizning gunohimiz bordir yagona, johillik davrida ulg'ayganimiz. İnsoning dardlari nimadan iborat? Ular Jaloliddin askarlaridek qondosh insonlaring mol-mulk talashsa, nimaga ham bizlar hayron bo'laylik? Birinchi nafasdanoq farishta eding. Nelar sening qanoting sindirdilar, ayt, qachondan samimiy kamtar insonlar bizlar uchun g'ayri tabiiy yangilik bo'lar. To'liqdim deysan, go'dak bo'la turib, dardim to'la deysan, xomush yig'larsan. Ey banda, Alloh o'zi berar shifo. Ko'zingni och, uyg'ongin bu foniy dunyoda. Tarbiyangni to'nkimagin birovlarga aslo. Ular sening borliging bilmasalar, hatto birovlar aybingni aytmasalar ham oppoq paxtaman deb o'ylama zinhor. Endi sizlarga boshida aytgandik, bu she'rning o'ziga xos jihati. E'tibor qilgan bo'lishingiz mumkin, bunday ma'nolarga boy she'rning nega sarlavhasi yo'q? Buning asl sarlavhasi bor, lekin biz uni o'chirib tashladik. Ya'ni aldamaydi bo'shamanglar, chunki bu yerda o'chirgan izlar ham bor. Nega? Chunki buni agar eshitgan bo'lsanglar, o'qib berganimda, nimani tasavvur qildinglar? O'zinglarni ko'rdinglarmi? Mayli, o'zinglarni emas, atrofdagi insonlarni tasavvur qildinglarmi? Ya'ni aksiyalarni ko'ringlar demoqchimiz. She'rni eshitdingizmi? Demak, sarlavhani o'zingiz o'ylab toping. O'zingizning nima desam ekan, keling, minuslaringizni deylik, yomon hislatlaringizni ko'rdik va mana shu she'r orqali siz o'zingiz sarlavha qo'ying. Rahmat. Xulosa sifatida e'tibor bermoqchimizki, bu kitob ko'pchilik o'qigandan keyin nima ta'sir qiladi? Hammamiz mukammal inson bo'la olmaymiz. Hech qachon har bir insonning o'ziga yarasha nuqsoni bo'ladi. Bu kitobni o'qib chiqqandan keyin har bitta inson o'zini bir tarbiyasini, o'zini xulqini bir bor ko'rib chiqadi, o'zini ayblariga e'tiborliroq bo'lishni boshlaydi. Ya'ni bu umuman sinfimizga o'z shaxsiy fikrimni aytmoqchiman, juda ham ta'sir qildi, chunki ko'rindi insonlar shu o'zini ustidan ishlashni boshlagani, ya'ni o'zini ayblariga tikka ko'z bilan qaraganda sezish osonlik bilan ko'rsa bo'ladigan bo'ldi. Keyin G'iyosiddin Yusufova bu yozgandan biz juda ham xursandmiz. Bu bizning darsligimizga kiritilgandan, ya'ni bunaqa tadbirlar bo'lishidan ham juda ham xursandmiz, chunki tarbiyaviy kitoblar har doim maktablarda o'tkazilmaydi, o'qitilmaydi. O'shaning uchun ham balkim zamonamiz pastga qarab ketayotgandir. Xullas, bu juda ham xursand bo'ldik hammamiz o'quvchilar bilan va bu kitoblarni bizga o'qishga tavsiya bergan har bitta insonga rahmat aytib qolmoqchiman. Rahmat. Uzr, yana men gapiraman. Kechirasiz, shunchaki aytmoqchimanki, bu kitob shunchalik ma'noga va mantiqqa egaki, har aytgandan keyin yana miyamga qanaqa izi emas, shunchaki siz uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Devorga qarang, bu bizning maktabimiz qilgan eng chiroyli rasmlardan biri. Biz sizning kitobingizni tillaga qiyosladik. Aslida undan ham yuksak narsaga qilishimiz kerak, lekin hayotimizga birinchi tilla keldi. Hamma bilamizki, tilla eng qimmatli buyum.
Bu yerda yozilganlar maktab o'quvchilarining shu kitob o'qigandan keyin qaysi tomonga o'zgarganligi, o'zining tushunchalar hammasini yozib qoldirishgan. Sizning kitobingiz shunchalik biz uchun nur bo'ldiki, buni birinchi bo'lib o'qiganimizdan xursandmiz va har bir o'quvchi, nafaqat Chilonzor, Tinchlik, Go'zal huquqlar kitobini o'qigan har bir o'quvchi kitoblar javoniga, o'zining eng sevimli kitoblar javoniga qo'yishni maqsad qiladi. Rahmat katta. Rahmat. Judayam ajoyib xulosa. Endi xulosani balini albatta muallifni o'zlaridan eshitamiz. Faqat undan oldin Tinchlik filialimizni xulosasi bilan tanishamiz. Marhamat, Tinchlik filiali sahnaga taklif qilamiz. Bu bizning xulosamiz, bizning plakatimiz ko'rib turganingizdek. Xo'p, Chilonzor klubi filiali aytgandek, birinchi bo'lib ilm o'rganish kerak. O'sha ilm o'rganishdan hamma narsalar sekin-sekin bo'lib ketaveradi. Bizda ham xuddi shunaqa qilganmiz. Mana ilm birinchi o'rgansa, yo'l bo'yicha borib oxirida ideyani do'pichamsiz qo'yishgan. Olim bo'lasiz degani. Xo'p, endi boshqa qaytib kelamiz. Mana ilm o'rgandingiz, yo'lda yurasiz. Ota-onamiz aytishadi, har doim o'zingga eng tez, eng kalta va eng to'g'ri yo'l tanlagin deb o'zligi ham bizga shu narsa yordam berishadi. Biz ham xuddi shu narsani chizdik. Mana to'g'ri yo'l birinchi bo'lib gumonga keldik, gumondan o'tib gumonni o'rgandik, keyin kulguga keldik, xushmuomalikka yana chuqurroq gapirsa, kulguga keldik, yana borib omonatga keldik, omonatdan o'tib mana qo'pol bilan xushmuomalikka keldik. Xo'p, endi hozir aytgan gapim o'sha oson, to'g'ri va eng kalta yo'l tanlash kerak. Xo'p, bu yerda qarang. Hozir qo'pol gapirish kalta bo'lsa ham, lekin juda yomon narsa qo'pol gapirish. O'shaning uchun ham sabr bilan uzoq yo'l bo'lsa ham, lekin to'g'ri yo'l tanladik va xushmuomalik bo'yicha davom ettirdik. Saxiylikni o'rgandik. Yana ikkita yo'lga uchradik. Bittasi besabr, bittasi sabrli. Besabrda kalta, lekin tikanlar bor bizani o'ldiradigan. Biza besabr bo'lmasdan turib, sabr qilib turib, to'g'ri yo'l, ya'ni sabr bilan yo'lni tanladik. Davom etib uzrga keldik. Uzrga kelganda kamtar bo'lib yoki uzr qabul qilishga yoki kibr bo'lib, yo men sen kechirmayman deshga kelib qoldik. Xo'p, bu yerda bizning to'g'ri yo'limiz kamtarlik hisoblanadi, chunki uzr qabul qilmaslik etilgan, birodardan 3 kundan ko'p ariza berish mumkin emas deyilgan. Shuning uchun ham biz kamtarlik yo'lini davom ettirib, rozgo'ylikni o'rgandik, hayoni o'rgandik va olim bo'ldik. Endi o'zimni shaxsiy xulosamga keladigan bo'lsam, menga mana shu kitobdagi 3 ta hikoya juda yoqdi. Birinchi bo'lib Karkidon bilan maymun. Nega desa, u kibr haqida hol gapirib beraman. Bir o'rmon bo'ladi, u o'rmonda bitta kasalmon it, Karkidon va maymun bo'ladi. Bir kuni Karkidon maymunning uyiga keladi. Qalaysan o'rtoq, qalaysan maymun, yaxshimisan? Anaqa hol-ahvollaring yaxshimi deb so'raydi. Maymun ha, yaxshiman deydi. Shu payt orasiga it keladi, kasalmon it. Shunda Karkidon katta burnini undan ham balandroqga ko'taradi, kibr qilib, men kasalmon it bilan gaplashmayman, men kerak emas deb kibr qiladi. Shunda maymun so'raydi Karkidondan, nega bunaqa qilsan? Nega itni bizdan ajratyapsan deydi. Maymun aytadi, bu ham bizning do'stimiz, buni ham biz seni qanaqa ko'rsam, men ham itni xuddi shunaqa ko'raman deydi. Karkidon o'zini gapida turib, yo'q, bu baram kasalmon it bilan men hech qachon o'rtoq bo'lmayman deb kibr anaqada qolaveradi fikrida. Kechqurun keladi, kechqurunda ovchilik keladi. Ovchilar niyati Karkidon ovlash bo'ladi, lekin bitta ovchi yetib qoladi. Keling, shu Karkidon o'g'irlaganimizdan keyin agar joy yetib qolsa, maymun ham o'g'irlaymiz, sirkka boramiz deydi, zooparkka boramiz deydi. Ikkinchi ovchi ham mayli, xo'p, agar joy yetsa maymun ham o'g'irlaymiz deydi, ovlaymiz deydi. Ovga tushadi. Shu gapni it eshitib qoladida, shunda ikkita yo'l paydo bo'ladi. Shu birinchi yo'lda maymunni qutqarish, ikkinchi yo'ldan Karkidonni qutqarish. It uzoq o'ylab maymunni qutqarishga qaror qiladi. Maymunni uyiga boradi. Maymunni uyg'otib, o'rtoq tur, seni hozir o'lashadi, Karkidon bilan birga tur, uzoqroqqa qochib ketamiz deydi. It bilan maymun uzoqroqqa qochib ketadi va Karkidon mazza qilib uxlab yotgan payt uni ovchilar kelib ovlab olib ketishadi. Xo'p, bu hikoyadan xulosa shuki,
odam hech qachon hech kimni past nazarda ko'rish kerak emas, hammani o'zi bilan teng ko'rish kerak, kibr qilish kerak emas. Xo'p, endi ikkinchi hikoyaga keladigan bo'lsak, ikkinchi hikoya rostgo'ylik haqida. Rostgo'ylik bitta kishi bo'ladi. U ko'p yomon ish qilgan bo'ladi, lekin bir kun bitta shayx oldiga keladi-da, men to'g'irlanmoqchiman deydi. Shunda shayx aytadi: "Sen to'g'irlanging kelsa, birinchi bo'lib yolg'on gapirma" deydi. Shunda u odam "Xo'p" deydi va uyga ketadi. Shu kechki payt u o'g'illikka tushgisi keladi. Endi narsa o'g'illayman deyotganda o'ylab qoladi. Agar hozir o'g'illik qilsam, uni ertaga keyin shayx so'rab qolsa, "Kecha nima qilding?" deb, "Men unga nima o'g'illik qildim deymanmi? Unaqada odamlarning oldida sharmanda bo'laman" deydi. Shunda u "Mayli, o'g'illik qilmay qo'ya qolaman, odamlarning oldida sharmanda bo'lgim kelmayapti, aybdor bo'lgim kelmayapti" deydi. O'g'illik qilmaydi. Xo'p, ertasi kuni keyin sharob ichgisi keladi. Sharob ichishdan oldin o'ylab qoladi. Agar shayx "Nima yeding, nima ichding" deb so'rab qolsa, "Sharob ichdim demayman-ku, u menga yolg'on gapirma deb deganimga va'da bergandim. Demak, yolg'on gapirishim kerak emas. Lekin agar sharob ichib turib, keyin ular so'rab qolsalar, agar sharob ichdim desalar, men odamlarning oldida sharmanda bo'lib qolaman" deydi-da. Hamma shu ishlarni bitta yo'q qilib, oxirida zo'r odamga aylanadilar. Men bu hikoyadan nima tushundimki, hamma yomon ish, hamma yomon xislatlarni bitta rostgo'ylik bilan to'g'rilab ketish mumkin. Shu hikoyadan ko'rib tursiz, bitta rost gapiraman deb hamma yomon ishlarni bitta yo'q qildilar. Shu Xo'p, bu kitobning mundarajasiga qarasak, bularda mundarajasida mavzularda ilm, rostgo'ylik, uzr so'rash, sabr, saxiylik, itoat, sukut, mehnat, gumon, kulgu mavzulari bor ekan. Xo'p, har bittasiga bittadan to'xtalib o'tsak, ilm deb bir narsa aslida qanday bo'lsa shunday tushunish, bilish, tanishga aytiladi. Masalan, kitob deganda hech qachon xayolingizga uchburchak yoki yumaloq narsa esingizga tushmaydi. Ilm yoki to'rtburchak narsa esingizga tushadi. Keyingisi, ba'zan bilib bilmay xafa qilib qo'yganimiz mana shunday vaqtda qo'ysak, mana shunday vaqtda uzr so'rashimiz lozim. Ya'ni qanday qilib deganda, uzr, kechiring, boshqa qaytarilmaydi. Itoat nima? Itoat so'zi bo'ysunmoq ma'nosini bildiradi. Itoat qilish faqat yaxshi ishlarda bo'ladi. Ularga 3 ta misol keltiradigan bo'lsak, ota-onaga itoat qilish, ikkinchisi ustozlarga itoat qilish kerak, uchinchisi bizni yaxshilikka buyurgan boshliq rahbarlarga itoat qilishimiz lozim. Keyingisi gumon. Gumon go'zal xulqli bolada bo'lishi kerak bo'lgan sifatlardan yana biri yaxshi gumon qilishdir. Ya'ni odamlarda voqealar haqida yaxshi fikrda bo'lish, yaxshilikni anglash kerak. Yaxshi gumon qilishning teskarisi yomon gumon qilishdir. Bu yaxshi emas. Va bizdan ham o'zimizni she'rimiz bor. Turli fanlar o'tilar bizning maktab kolbada, go'yo sirlarin ochar, jilolanar har damda. Shaxsiy rivojlanishda mukammal bizning ustoz dedi, go'zal xulqlarni har kuni o'qing oz. Mutolaaga tutundik, saboq oldik juda soz, go'yo yoqimli tarzda chalandi bir kichik soz. Ilm olmoq foydasin o'rgatdi ilk sahifa, ustozga bo'lgan hurmat, kichiklik bosh aqida. Ko'p kitob o'qi deya yozar muallif tinsiz, ishtiyoq ortar birdan tugasa har sahifa. Ilmsizlik johillikda yozilmish bir qatorda o'qishni bilmaslik, achinarli holda. Rostgo'ylik, kamtarinlik yaxshi insoniy xislat, agarda bo'lsa qusur, bo'l, uni tuzat tezda. Bo'lsang gar sen xushmuomala, har eshik ochiq senga. Bilsang ko'p der xalqimiz, chiqar ilon anidan yaxshi so'zlar. Sodiq bo'l, saxiy, halol, go'zal tabassumingga barcha qolsin lol. Omonatga xiyonat eng yomon odat, johil bilan tenglashma, sukut saqla, keltir shahodat.
va'dangga vafoli bo'l, hayo qilgin Allohga, yaxshilik qilgin abad, yetkaysan tez murodga. Shunday qilib kitobdan oldik bisyor xulosa, o'rnak olib qissadan yopdik kitobni asta. Rahmat. Kimni ijod mahsuli bu? Azizani o'zini. Demak, shoirlarimiz tayyor. Shoiralarimiz tayyor ekan. Yaxshi, ikkala guruhimizda ham. Bugun demak, bugungi 4-shartimiz bo'yicha guruhlarimiz juda chiroyli xulosalar qilishdi. Endi mana shu xulosalarni va hakamlarimiz hay'atini ballarini e'lon qilishdan oldin albatta kitobimiz muallifi ustozimiz xulosani endi qaysi bir yoqqanini mas'ul, lekin xulosadan siz qanday ta'sirlandingiz? Avvalo ikkala guruh butun maktab barcha o'quvchilarga katta minnatdorchilik bildiraman. Qoyil qoldim, umuman kutmagandim. Boshqa joylarda ham ba'zi tadbirlarda shunaqa sahnalashtirishlar bo'ladi, lekin bunchalik qilib mana bunaqa kitob tayyorlab yoki boshqa plakatlar qilib kelgan joylari yo'q. Barakalla, lekin juda ham ta'sirlanib turibman, nima deyishga hayronman. Alloh ilmlar ziyoda qilsin. Mana bu bir-biridan ajoyib she'rlar. Men hozir ikkala tomonni ham ko'rib, xulosalarni ko'rib keyin baho qo'yaman desam, to'g'risi ikkalasiga ham eng yuqori bahodan boshqasi to'g'ri kelmayapti. Barakalla, zo'r. Qoyil qoldim. Men o'zi asli buni teskarisi bo'lgan bir kitobni ham reja qilib turibman-da, anchadan beri bor. Bu kitob yozila boshlaganda bor. Ya'ni mana bu yerda go'zal xulqlar, deylik, rostgo'ylik haqida gap ketayotgan bo'lsa, endi boshqa bitta kitobimizda yolg'onchilik haqida yozish niyat bor. Ya'ni shu teskarisi bo'lgan. Hozir sizlarni bunchalik darajada qilib mana hozir she'rlarga hamma mavzularni kirishtirganlaringiz ko'rib, buni tezroq yozish kerak endi o'ylab qoldim. Nasib bo'lsa kelasi yillarda endi o'sha yangi kitoblar taqdimotida yana shunaqa bir go'zal chiqishlar qilasizlar degan umiddaman. Barchalaringizga rahmat. Rahmat. Demak, hakamlar hay'ati so'nggi oxirgi ballarni e'lon qilgunigacha biz tomoshabinlarimizdan mana shu orqani bo'shatib qo'yishlarini, tashqariga bir chiqib shamollab kelishlarini so'raymiz. Eniga bo'yiga mana shu so'zlarni joyiga qo'yib, agar vaqtida mana shu yerdan ruchka yo'q desa, bo'ldi deganimda berasiz. Malham kitoblaridan Jasur Muhammad ustozimiz mehmonlari bor ekan, sovg'alari bor ekan bizning maktab uchun. Rahmat kattakon. Bir tanishtirib o'taman. Hali ko'pchilik yoshlar bularni bilmaydi, lekin yoshlarning o'zgarishiga juda ham katta hissa qo'shgan insonlardan. O'zgaramiz loyihasi orqali o'ylashimcha har mavsumda o'sha 20 minglab odamlarni o'tkazadi deydi. Umumiy 20 mingga yaqin odam o'tkazildi, ko'proqmi? 40-50 ming yoshlarni o'zgaramiz loyihasi orqali juda ham katta o'zgarishiga va kitobxon bo'lishiga sababchi bo'lganlar va ma'lum sabablarga ko'ra bu loyiha o'z faoliyatini tugatishiga qaramasdan hozirgi kunda o'zlarini Malham kitoblar do'konini ochib, eng sara kitoblarni, eng filtrda o'tgan kitoblarni taqdim qilib, bizlarning Kolba loyihasi bilan, Kolba maktabimizdan doimiy hamkorlik qilib kelyaptilar. Sizlarga kitoblarning yetib kelishda bu insonlarning roli juda ham katta. Alloh rozi bo'lsin va bugun ham quruq kelmaganlar, sovg'a salom bilan kelibdilar. Alloh rozi bo'lsin ustoz. Rahmat. Va ko'p sovg'a salomni Xudo xolasa bularning g'olibligi
ustozlarga ulashamiz. Rahmat katta, xush kelibsiz. Bizning jamoamizni 21 oktyabr 16:00 da Toshkent kitob markazida bo'lib o'tadigan yirik kitob festivaliga taklif qilib kelibdilar. Xudo xolasa borsanglar kitoblarni dunyosida, kitoblarni hididan sarxush, sarmast bo'lish imkoniyati bo'ladi. Xudo xolasa hadrada. Hammalarni olib boramiz, xudo xolasa birga. Salomat bo'ling. Rahmat. Va taqdirlanishimizni e'lon qilishdan oldin albatta hakamlarimizni bugungi jamoalarning shartlari bo'yicha ishtirokidagi xulosalarini albatta aytib o'tishadi, o'zlarini izohlarini berishadi. Undan oldin aytmoqchi bo'lganim, sizga bergan crossword bu sizni vaqtingiz bekor ketmasin deb bergan edim. Bu hech qanday ball yoki nimagadir xizmat qilmaydi. Bo'ladimi? Demak, hakamlar hayotimizga so'z navbatini beramiz va ularni shu oxirida qaysi jamoa g'olib bo'ldi ekan, hatto men ham bilmayman hali, to'g'risi. Hali aniq emas. Rahmat. Xo'p, qadrdonlar, bilasizlarmi, hozir bir jarayon sodir bo'ldi. Men ball qo'yib turgan edim. Vaziyat juda ham qaltis ketayotgan edi. Va Jasur Muhammad akam bilan ko'rishib, gaplashib o'tirgunimcha meni ham ballimni qo'shib, o'zaro hisoblab qo'yishdi. Hozir menga mavhum kim g'olib bo'lgan. Lekin bu qiziq menga ochig'i. Bilasizlar, bu yoqda g'alaba muhim emas. Bu yoqda eng katta qo'lga kiritilgan g'alaba bu go'zal xulqdir. Agar buni tananglarda his qilgan bo'lsanglar, o'zingizlar kundalik hayotingizga amaliyotga joriy qilgan bo'lsanglar, xudo xolasa bu shunaqa katta yutuq bo'ladiki, men boya suhbat boshida aytdim. Ustozlarda juda ham katta mas'uliyat bo'ladi. Gapirgan gapiga, yozayotgan kitobiga, qilayotgan ishlariga amal qilsa, o'quvchilarga tez yuqadi. Agar o'quvchi, talab ilm go'zal xulqli bo'lsa, bilasizmi nima bo'ladi? Shunaqa tez rivojlanib ketib qoladiki, qisqa fursatda katta marralar bosib o'tiladi. Men ko'p ko'rganman. Ustozlar go'zal xulqli bo'ladi, ilmiga amal qiladi, hammasini qilib yurib, qadamma-qadam yuradi, o'quvchini qiynaladi tarbiyalashga. Lekin o'quvchida birgina go'zal xulq topilsa, bilasizmi ular qanaqa uchishadi. Va inshaalloh bu kitob bilan boshlandi, juda ham katta ish bo'ladi. Men hozir tadbir haqida gaplashib, go'zal xulq kitobi haqida ustoz bilan alohida yana bir suhbat qilamiz. Tadbir juda ham zo'r bo'ldi. Men hozir ustozga aytib turgan bir gapim, men hayotimda, yoshlik paytimda, sizlarga o'xshagan bolalik paytimda bunaqa kitoblar o'qimaganman. Ota-onamdan eshitgan, olgan tarbiyam bilan shunchaki ulg'ayganman xolos. Nimaga bilasizmi? Chunki kimyo fani ham, biologiya fani ham shunaqa qiyin fanki, boshqa kitob o'qishga vaqtim bo'lmagan. Tomlab kitob o'qiganman. Hammasi kimyoga taalluqli, biologiyaga taalluqli chuqur ilmiy kitoblar bo'lgan. Hammasi shunaqa kitoblar edi. Kechalari bilan o'qib chiqardim. Bu kitoblarning hammasi juda ham murakkab kitoblar edi. Lekin men hozir qoyil qolayotganim, bu tadbirga tayyorlanishi o'zi oson emas. Tayyorlanibgina qolmasdan formula qilgansizlar, kitoblar qilgansizlar, eng zo'ri she'r yozilgan. She'r ham shunchaki she'r emas, xulosaviy she'r. Ochig'i ta'sirlarim ko'zimga yosh kelib turibdi, bilasizmi nimaga? Bir qancha sabablar bor. Birinchi ta'sirlanayotganim bu o'quvchilar umuman bunaqa she'r yozish uchun buni tanasida aniq his qilish kerak, juda ham hissiyotlar to'lgandan keyin ilhom keladi, keyin she'r yoziladi. Ikkinchidan, alhamdulillah biz qahramonlarni tarbiyalash yo'lida qisman bo'lsa-da to'g'ri yo'lda ketayotganligimizni his qildirdinglar. Alloh taolo sizlardan baraka topinglar, Alloh taolo sizlardan rozi bo'lsin, umringlarga baraka bersin, ilminglarga ziyodalik bersin. Juda ham xursand qildinglar. Bizni mana to'g'ri yo'lda ketayotganimizni hissiyoti faqat va faqat siz orqali bo'ladi. Inshaalloh erta qiyomatda ham, bu hayoti dunyoda ham bu kelajak qahramoni bo'lib berasizlar. Bugungi zamonamizning qahramonlaridan bo'lgan G'iyosiddin Yusufni shunaqa e'tirof qildinglar, mana kitoblarni qildinglar, maketlarni qilib o'zlari rosa anaqa ta'sirlanib turibdi-da. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Va bugungi kunimizning qahramoni va zamonamiz qahramoni bo'lgan G'iyosiddin Yusufga bir xulosa uchun so'z beraman. Hammaga rahmat. Aytganlaridek juda hayajonlanib, ta'sirlanib turibman. Katta rahmat sizlarga. Masalan, hozir shu yerda olingan 1 soat, 2 soatlik menga berilgan zavq balki 5 ta 10 ta kitobga yetishi mumkin, bahonasi. Odam mana shunaqa ta'siri bo'lyapti, foydasi bo'lyapti, odamlar o'qiyapti, foyda topyapti, amal qilyapti. Shu narsani ko'rgandan keyin, ustoz aytganlaridek to'g'ri yo'lda ekan, davom etishim kerak degan narsa bo'ladi.
natijani biz qilayotgan ishimiz to'g'ri yoki noto'g'ri ekanini sizdan ko'ramiz. Masalan, bolalar uchun ustoz ham mana bolalar uchun harakat qilyapmiz. Sizlar yaxshi tomonga o'zgarsanglar, demak biz to'g'ri yo'lga ketyapmiz. Agar o'zgarmasanglar yoki yomon tomonga ketayotgan bo'lsanglar, demak biz yo'lni o'zgartirishimiz kerak. Biz noto'g'ri ish qilayotgan bo'lamiz. Natija sizlarning harakatlaringizga bog'liq. Shuning uchun har bitta kitobni o'qir ekansizlar. Bu shunchaki bitta o'zlaringiz uchun o'qish emas. Buni orqasida turgan mehnatni his qilib, mengacha yetib kelguncha qancha harakat bo'lgan, kimlar harakat qilgan, mana shularni ishiga natija ko'rsatishim kerak deb ham harakat qilsanglar, bu yanada ko'proq yangi yaxshi ishlar qilinishiga sabab bo'lasizlar. Bu kitob zo'r bo'ldi-da, sizlar sal oldinroq tayyorgarlik ko'rib qo'ymayapman kitobga. Ikkinchi nashri bu kitob hozir sizlar o'qiganlaringiz ikkinchi nashri. Yaqin kunlarda shu kitobni sahifalagan akamiz menga yozyaptilar. Kitobi sotuvda tugab qolibdi. Qizim kolbada o'qiydilar. Dugonalariga bitta mavzuni elektron holatda bersam maylimi deb ruxsat so'rab yozyaptilar. Elektron holatda tarqatish mumkin emas, o'zimiz jamoada omonat turadi. Ruxsat so'rab yozyapti. Men xursand bo'ldim. Shu darajada o'qibsizlar, kitob tugab ketib sotadi. Bo'ldi aka, beravering mayli dedim, berdilar. Men sal oldinroq bilgandim, tayyorlab turardim. Hazil ma'nosida aytyapman, rahmat. Shunchalik darajada harakat qilganlaringizga, o'qiganlaringizga Alloh ilmlaringizni ziyoda qilsin. Bugungi o'tkazilgan musobaqa bajarilgan shartlarga keladigan bo'lsak, qisqacha izoh berib o'tay. Keyin natijalarni eshitgandan keyin har kim o'ziga xulosa qilishi uchun birinchi navbatda o'sha savollarga javob berishda, hikoyalar yuzasidan savollarga javob berishda men baholashda e'tibor qilganim, kitobda qanday berilgan bo'lsa, o'shanday javob berish muhim hisoblandi. Chunki nimani yozganman, nima yozmaganman o'zim bilaman. Ko'rdim, ba'zi o'quvchilar o'zlari xayoldan kelib chiqib, o'sha savolga o'zlaridan javob berdi. U narsani agar u kishini fikricha to'g'ri bo'lsa-da, lekin kitobda unaqa ko'rsatilmaganligi uchun, ya'ni ham aniqroq aytsam, umumiy javob berilib, aniq javob berilmagani uchun unga ball berilmadi. Boshqa kitobga muvofiq to'g'ri javob berilganlarga 1 balldan berildi, noto'g'ri javob berilganlarga 0 balldan berildi. Xo'p, undan keyingi haliga sekundga qo'yib nima qilganimizda tezkor savol javobda bitta kamchilik bo'libdi. Bir xil savol bo'lib qolibdi. Ustoz akalarimiz maslahat qilib shuni gaplashib turdik. Bir xil savol bo'lib qolibdi. Shu tomondan ikkinchi jamoaga bu oson bo'lib qoldi. Birinchi jamoa bitta joyda kamchilik bo'ldi. Ikkinchi jamoa o'sha kamchilikka yo'l qo'ymaslik imkoniyati bo'ldi. Bu endi keyingi tanlovlarda e'tibor qiladigan jihat bo'ladi. Tezkor savol javoblar demak ikkita bo'lishi kerak ekan, ikki xil bo'lishi kerak ekan. Shuning uchun biz to'g'ri javobga e'tibor qildik. Vaqtga e'tibor qila olmadik. Chunki bitta narsani qayta takrorlab tez aytib berish oson. Xo'p, keyingisida men o'zim ikkala sahna ko'rinishiga ta'sirlanib, juda zo'r, ajoyib. Ko'proq e'tibor qilganim, ko'proq ball berganim o'sha kiyimlargacha e'tibor qilib sahnalashtirganlari bo'ldi. Chunki siz masalan o'zimiz ham harbiy formani kiyadigan bo'lsak, darrov jiddiylashib qolamiz. Shifokor kiyimini kiyadigan bo'lsak, shunga yarasha mas'uliyat olamiz. Agar bir sportchining kiyimini kiyadigan bo'lsak, o'zimizni yengil his qilamiz. Demak, kiyim bizga ta'sir qiladi. Xuddi shunday bir ijroni ko'rayotganda uni formasiga, kiyimiga e'tiborli bo'lamiz. O'sha agar kiyimi o'sha gapirayotgan, o'ynayotgan ijrosiga muvofiq bo'lsa, biz his qilishimiz yana ham osonroq bo'ladi. Shuning uchun ko'proq o'sha tomoniga urg'u berdim. Lekin ijrolar qoyil ekanlarida ham yaxshi, ajoyib, chiroyli tarzda ijro qilib berdinglar. Keyin bilishimcha o'zlari bilmagan holda bitta hikoyani sahnalashtiribdilar. Bu ham bizga osonlik bo'ldi. Baho berishga bitta hikoyani ikki kishi sahnalashtirgan. Lekin ajoyib. Xulosaga keladigan bo'lsak, xulosani muallif sifatida boya aytganimdek, ikkala tomonga ham eng yuqori ball bilan baholadim. Chunki ikkala tomondan berilgan xulosa ham menga juda ham ma'qul bo'ldi. Tayyorlangan plakatlar, kitob, xarita hammasi menga ma'qul bo'ldi. Xursand bo'ldim. Shuning uchun agar yanada ziyoda ball berish imkoni bo'lsa, berardim. Shunga konkursga rozi bo'lasizlar. Sizlardan juda ham xursandman. Alloh ilmlaringizni ziyoda qilsin. Yana shunaqa kitoblar, yaxshi kitoblar, bir kitobxonlik tadbirlarida
qayta ko'rishamizga umiddaman. Sog' salomat bo'linglar. Rahmat ustoz. Endi tezkor savollarga keladigan bo'lsak, ustoz, u narsa bizada birinchi o'tkazilgan filial bo'yicha o'tkazilganimiz bor, unda berilgan bo'ladi. Hammasi biladi. Shuning uchun tez javob berish kerak edi-da. Shuning uchun bir xil qildik. Endi birin-ketinlikda birinchisi unisi chiqdi, bu ham omadda endi. Shuning uchun shuni hisobga olish kerak. Ikkita g'olibni bera olsak ham bo'ladigan holat, lekin matematika baribir baribir o'zini kuchini ko'rsatadi. Bilasizlarmi, juda ham qiziq holat. Oliy o'rin olgan jamoa bor bizda va u 123 ballni qo'lga kiritgan. Bir chapak chalib qo'ydi. Va o'zini filialida, o'zini tengdoshlarining orasida g'olib bo'lib, finalda qatnashish huquqini qo'lga kiritgan ikkinchi jamoa bor. U 122 ballni qo'lga kiritgan. Bu degani mutlaqo teng kuchlilik bo'ldi. Lekin ma'lum matematika, analitika aldamaganligi uchun biz adolatni saqlashga majburmiz. Shu sababli oliy o'rinni e'lon qilamiz. Nima bo'lganda ham hozir ikkinchi ishtirok etgan deb qaralayotgan jamoani kuchi qanchalik naqadar tengligini bo'lib ham o'zini filialida, Chilonzormi, Tinchlikmi bilmadik, o'sha o'zini filialida tengdoshlarining orasida g'alaba qozonib kelganliklari bu juda ham katta baxt. Xo'p, Kolba maktabida kitobsiz aql, qanotsiz qush shiori ostida o'tkazilgan kitobxonlik tanlovini final bosqichida g'olib bo'lgan o'quvchilarimiz 9-sinf o'quvchilarimiz oliy darajali diplom bilan taqdirlanadi. Tinchlik filiali. Tabriklaymiz. Xo'p, buni kimga taqdirlanadi? Ustozni ham davoga kirishga taklif qilamiz. Usmonjon, keling. Xo'p, bu muvaffaqiyat nafaqat Kolba maktabini g'alabasi, albatta bu ustozlarning sizlarning sa'y-harakatingiz. Alloh rozi bo'lsin. Sizga va o'zi asli qarang, buni anaqasi borda, metaforasi bor. Diplomni bu yoqqa o'tayotganimiz yaxshi. O'zi asli bu diplom bilan ham harakat qilgan bo'lsa, yo'q ketib qolyapti. Xo'p. Va biz tashakkurnomamizni, chuqur minnatdorchiligimizni Chilonzor filiali o'quvchilariga ham, ustozlarga ham Alloh rozi bo'lsin. Zafar ustozimiz kela olmay qolgan ekanlar. Lekin nima bo'lganda ham sizlarni katta g'alaba bilan tabriklaymiz. Alloh rozi bo'lsin. Siz ro'yxatda qoyilmaqom bo'lyapsiz. Har doim sizlarning oldingizga sodiq maqom qiladigan yigitlardan bo'lish Alloh nasib qilsin. Tabriklaymiz. Bilaman, bu ta'sirli ko'p mehnat qilgansizlar, lekin mana shunaqa paytda go'zal xulqni ko'rsatish ayni o'rni. Xudo xolasa, buni o'rnak bo'lasiz deb umiddaman. G'oyosni ustozni chaqirsak va g'oliblarni sovg'a salomlar bilan taqdirlasak bo'laveradi. Keling ustoz. Xo'p, qadrdonlar, bu kitob ko'rinmadinglar? Xo'p, bu kitob chiqishlari bilan men sota olaman deb hech vaqt topolmay turgan bir paytimda ustoz bizni tinchlik filialimizga kelib o'zlari sovg'a berib ketgan ekanlar menga. Halidan biz bilan o'qish boshlaganmiz. Bu kitob juda ham zo'r kitob. Xudo xolasa ustozni o'zlarining imzolari bilan g'olib jamoaga taqdim etamiz. Albatta bu kitobni ham o'qib, go'zal xulosasida ustozni ham inshaalloh ishtirokini kutamiz. Tabriklaymiz. Ota-onangizga minnatdorchilik bildiramiz. Maşallah. Hamma ketdi? Xo'p. Keyin albatta bir suratga tushsak bo'ladi. Ustoz yana sovg'a salomingni bor. Bu maktabimizga ekan. Bizda
kompleks rivojlanish bo'yicha biz muhim e'lonimiz bor edi. Bular hali sizlarga yetib kelmagan qaynoq yangiliklar. Bizda endi stipendiya olishni yaqindan boshlaysizlar, xudo xohlasa, to'g'rimi? Noyabr boshida biz oktyabrda stipendiyasini taqdim qilamiz. Bu stipendiyalar faqat akademik fanlar bo'yicha beriladi. Ya'ni kimyo, biologiya, ingliz tili, matematika, ona tili, tarixni o'qigan darajangizga qarab ball to'plab stipendiya beradi. Stipendiya miqdori qancha edi? 400 mingdan 600 minggacha edi. Yana endi zo'r yangilik, endi siz kompleks rivojlantirish, ya'ni shaxsiy rivojlantirish fanlaringiz, tarbiya faningiz va shuningdek geografiya va boshqa fanlar, notiqlik hammasida alohida stipendiya uchun imkoniyatingiz tug'ildi. Endi ularga ham 400 mingdan 600 minggacha bo'lgan stipendiyani yutish imkoniyatingiz bor. Buning uchun nima qilish kerak degan bo'lsa, bugun tadbirda qatnashganlarning hammasiga ball qo'shib beriladi. Va bu ballar sizni g'oliblikka oldinga olib chiqadi. Bundan tashqari, bugun kitob sotishda qatnashgan volontyor shogirdlarimiz bor edi. Bitta qo'l ko'taring. Men o'zimga rosa sovg'a qilishda kitob sotishdi bugun. Tashqarida siz sotdingiz menga kitobni va bir qancha o'sha volontyorlikda qatnashganlarni albatta buni ro'yxat qilamiz, yozdirib ketish esdan chiqmasin va ularga ham albatta volontyorlik uchun ball beriladi. Va bundan keyin har bitta qilgan xatti-harakatlaringiz, aktivligingiz uchun ball to'plab borib, siz oktyabr oxirida albatta yo'nalishlar bo'yicha stipendiya olish imkoniyatingiz bo'ladi. Bu komanda xafa bo'lmasa ham bo'ladi, chunki sizlar bugun juda ham katta ballni qo'lga kiritdinglar. Chunki bugun to'plagan ballingizni boshqa tengdoshlaringiz oy davomida ham to'play olmasligi mumkin. Chunki bugungi tadbirga tayyorgarlikni o'zi shunaqa katta mashaqqat bilan bo'ldi va bugun hali sizlar ballinglarni o'zingizlar ko'rasizlar, to'plagan ballinglar juda ham katta balllarni tashkil qiladi. Hammaga tashakkur. Xudo xolasa ustoz bilan bugun suhbatni davomini o'tkazamiz. Qiziqtirgan savollar to'plab qo'ysanglar, men o'zimga qiziq savollarim bor. Xudo xolasa maza qilib kitob yozilish jarayonlari, qanaqa g'oyalar keladi, ustoz o'zlari haqida yana gapirib beradilar. Savollaringizni bo'lsa so'rab olasizlar. Bir qiziq voqea bo'ldi, men sizga aytib turgan edim. O'quvchilarimiz endi bu sizning xabaringiz bor, bularning ham ko'pchilik ustozlarning xabari bor. Bu yerda tinchlik uylarimizda ko'p o'quvchilarimiz yangi bo'lganligi uchun hamdir balki, yoki ko'pchilik o'quvchilarimiz kitobxonaga endi kirib kelayotganligi uchundir balki, kitob mualliflari yo vafot etgan yoki qariya kishilar bo'lar ekan deb o'ylashar ekanda. Ko'rib turganingizdek, hali yosh, zabardast holatda cheksizlagan kitoblar yozib, yoshlarning tarbiyasi keskin o'zgarishiga katta xizmat qilyaptilar. Alloh rozi bo'lsin. Va bu qisqa muddatda bunaqa xudo xolasa hali juda ko'p kitoblar yozib xizmat qiladilar. Shu davrgacha yozgan kitoblarini, mashaqqatini bugun sizlarga xudo xolasa o'rgatadilar. Shunaqa ustozlar suhbatlarini kutib qolamiz. Xudo xolasa savollaringiz bo'lsa yozib tayyorlab tursanglar, davom etamiz. Kitob yozganingizda uni ismini nima deb qo'ygan bo'lardingiz? Sizlar haqida kitob yozganda uni tirishqoq o'quvchilar deb yozish mumkin, nomlash mumkin. Tirishqoqlar, mushtahidlardir. Mushtahid so'zi ham o'z tirishqoq degan ma'noda mushtahid deb nomlasak bo'ladi. Shunchalik ikkala jamoa ham juda katta tirishqoqlik bilan tayyorlangan. Bir farq qildi xolos. Buning uchun xafa bo'lish, yig'lash boshqa hech ham shart emas. Bir farq qildi xolos. Bu kimnidir nazarida. Masalan, men kimgadir bir bal kam qo'ygan bo'lsam, o'sha ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Yoki boshqa ustoz kimgadir bir bal yuqori qo'ygan bo'lsa, shu ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Bu mutlaq narsa emas, matematika emas. Masalan, bu yerda 129 ta savol berilib, 123 tasi kelsa-da, 124 tasiga bo'la to'g'ri javob bergani yo'q. Nisbiy narsa bu. Buning uchun hech ham xafa bo'lmaydi. Masalan, o'sha sahna ko'rinishini baholashda bir-birimizdan farqli baholaganmiz. Mana shu narsa ham farq qilib qolgan bo'lishi mumkin. Bu degani sizlar ulardan ko'ra pastroq bilimga egasizlar yoki yomonroq tayyorlandinglar degani emas. Shuning uchun hech ham xafa bo'lmanglar. Men hozir sizlar xafa bo'lganlaringizni ko'rib o'zim xafa bo'lib ketyapman. Unaqa qilmanglar. Iloji yo'q. Endi kimnidir bitta o'sha oliy o'rin egasini ko'rsatishimiz kerak. Agar barobar bo'lib qolganda ham yana savol berib boshqa ikkalarsiz bittalarsizni aniqlashimizga to'g'ri keladi. Go'zal xulqlar kitobini yaratishi o'zi nima bo'lgan sababi? Sababi shu bolalarda bo'lishi kerak bo'lgan sifatlar, mana shu omonatkorlik, va'daga vafo, rostgo'ylik kabi sifatlarni yetkazish uchun bo'lgan. Boya aytganimdek, kundalik odoblar haqida, kunda odat qilinadigan amallarning odobi haqida. Undan keyin endi nima mavzuda yozsak bo'ladi, qaysi mavzuda ehtiyoj bor deb
mana shu go'zal xatlar kitobi yozilgan. Javob bor menda. O'zingizni kitoblaringizdan tashqari qaysi kitoblarni bizni o'qishimizga maslahat bergan bo'lardingiz? Yaxshi mualliflardan doim tavsiya qila olganim Qobiljon Shermat. Badiiy kitob yozadilar bolalar uchun, lekin juda ham tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan, qadriyatlarimizga mos bo'lgan ko'p kitoblari bor. Masalan, Buvamning oshqozonidagi mamlakat, O'tkirbekning 10 ta o'rdak ukasi, keyin Qalqon Botir kitoblari bor. Yana Erkin Malik domlamizni Chumollar saltanati kitoblari. Mana shu kitoblarni, mana shu mualliflarni kitoblarini tavsiya qilaman. Qobiljon Shermatov doimiy masalan har bitta yangi kitoblar chiqqanda o'qishni tavsiya qilaman. Biz doim o'zi aloqada bo'lib turamiz. Haqiqatda yaxshi yigit. U kishini bir taklif qilsalar bo'larkan, ustoz. Hozir Toshkentdalar. Qobiljon Shermatov. Sog' bo'ling. Ustoz, bu yangi kitobingiz lider bolalar yaqinda yozdingizmi? Ko'p bo'ldimi? Hop, yaqinda yozilgan, o'zi 25-yil yozilgan bo'lsa kerak. Shu yaqin yil, mana shu yilda bola va pul va lider bola kitoblarini bir vaqt o'zida ketma-ket yozdim. Bittasini nashrga tayyorlashga berib, ikkinchisi yozilib, mana shunaqa yaqinda yozilib, yaqinda nashr qilindi. Shu 25-yilda ijod mahsuli hisoblanadi kitob. Kelajakda nashr qiladigan kitobimiz qanaqa bo'lishi haqida bizga yozib gapiramiz. Xo'p, albatta bu mavzu o'zimga ham qiziq. Kelajakda qanday kitoblar. Hozir ayni kunlarda Vaqt mashinasi nomli kitobim bolalar uchun, ayniqsa yoshlarga to'g'ri keladigan bolalar uchun tahrirdan chiqdi, dizaynerga berildi. Bu kitobda zamonaviy hikoyalar yozilgan, ya'ni robotlar, sun'iy intellekt, shunga o'xshash zamonaviy narsalar ishtirok etgan hikoyalar. O'zi 7 ta hikoyadan iborat kitob, hajmi ko'p katta bo'lmaydi. Lekin o'sha hammasi tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan hikoyalar. Masalan, mana sun'iy intellektlar ChatGPT deymiz, shunga o'xshab Grok degani bor-ku, bitta hikoya nomi Grok nomlanadi. Bu yerda o'sha Grok nomli robot bo'ladi. Aynan shuning uchun Grok deb nomlangan. Yoshlarga, bolalarga qiziqarli, tanish bo'lgani uchun aynan shu Grok nomi tanlangan. Boshqa bittasi esa robotlashtirilgan maktab. Tasavvur qilinglar, maktabda faqat robotlar dars bersa, ustozlar yo'q, faqat robotlar dars beradi. Holat qanaqa bo'ladi? O'sha hikoyada ko'rishingiz mumkin. Keyin haqiqiy qamoq degan hikoya bor. Bir kishi qamoqqa tushib qolib, keyin u yerda o'sha dunyoqarashi o'zgarib, kitob o'qib, o'zgarib chiqadi. Ya'ni o'shanda xulosa beriladiki, aslida haqiqiy qamoq bu to'rt devor orasi emas, bizni miyamizdagi johillik ekan degan xulosa beradi. Haqiqat ko'zoynagi degan hikoya bor. Unda bitta bola shu ko'zoynak kashf qiladi, uni taqsir suhbatdoshi yolg'on gapirayotgan bo'lsa, ko'zoynak ishora qiladi, o'chib yonadi. Ya'ni ichkaridan ko'riladi, xiralashadi. Tashqariga bilinmaydi, taqolgan kishiga xiralashib, mana demak, narki odam yolg'on gapiryapti. Shunaqa bo'lsa qanaqa bo'ladi? Ko'rasizlar, hikoyalarda bor. Shunaqa qiziq hikoyalardan iborat mana shu kitob ustida ish boryapti. Undan tashqari mana bola va pulga o'xshash bola va zamonaviy texnologiyalar nomli kitob yozishga kim bor. Telefonlar, internet, kompyuterdan foydalanishi bo'yicha qanaqa yo'l tutish kerak, qanday odob axloqlari bor, nimalarga e'tiborli bo'lish kerak, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish qanday bo'lish kerak, mana shu mavzularni shu zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bo'yicha shu kitob yozish niyatim bor. Hali endi harakat bo'ladi. Keyin yana bitta Rostgo'ylar yurtida nomli badiiy kitob ham boshlab qo'yganman. Ayniqsa yoshlarga mos keladi. Unda bitta yolg'onchi bolani o'sha Rostgo'ylar yurtiga yuboradi. Bu yerda shunchalik hamma narsa, hamma inson, hamma rostgo'y bo'ladiki, agar kimdir yolg'on gapirsa, hatto devorlar tilga kirib guvohlik beradi. Bu ham qiziq, fantastik kitob. Xudo xohlasa, endi 1-2 yil ichida bo'lib qoladi. Bu aytganimdek ko'p kitoblar yozilib boshlanadi, keyin to'xtab qoladi, boshqa narsaga o'tib ketaman. Navbat bilan qaysiga ilhom kelsa, o'sha tugatiladi. Nasib.
yozib bo'lib qolsam, yana shunaqa bir uchrashuvlar qilib, o'qiganlaringizga taassurotlaringizni olishga harakat qilaman. Siz kelajakda yosh katta odamlarga mos tushadigan kitob yozmoqchimisiz? Hop, 2019-yildan beri kitoblarim nashr qilinadi. Hozirgi kungacha 20 ta kitob yozdim va ulardan bir 10 tachasi, 10 taga yaqincha, 10 ta emas, 8 talar bolalar uchun, 8 ta, 10 ta bolalar uchun. Qolganlari kattalar uchun, o'zi kattalar uchun kitoblarimiz bor. Mahbub payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam, mo'minlarning onlari haqida savol-javoblar degan kitoblarim kattalar uchun. Men ham kitob o'qiyman, kitobni bolalarga ham mos keladi, kattalarga ham mos keladi. Va yana qancha kattalar uchun kitoblarim ham bor, lekin asosiy e'tiborni shu bolalarga qaratishga harakat qilyapman. Yana kattalar uchun farzand tarbiyasida kitoblarim bor. Lekin ko'p hozir aytganimdek, ko'proq bolalarga biz kitob yetishmaydi. Ayniqsa sizlarning yoshlaringizga mos kitoblar tavsiya qilamiz desek, bir ishonchli kitoblar kam, to'xtab qolamiz. 10 ta aytamiz, 20 ta aytamiz, to'xtab qolamiz. Mana shunaqa bo'lmasligi uchun bolalar uchun ko'proq kitoblar yozish kerak deb asosiy e'tibor shunga qaratyapman. Meni bitta savol qiziqtiradi. Bilamanki, kitoblaringizni yozishdan maqsad shu yoshlarni to'g'ri tarbiya olishi, katta insonlarni yoshlarga to'g'ri tarbiya berishi va shunga qaratilgan. Va bilamanki, sizni asosiy maqsadingiz shu jamiyatda yaxshi insonni yetishib chiqish uchun. Va men sizni o'zingizdan eshitmoqchimanki, o'sha kitoblarni yozishdan maqsadingiz nima bo'lgan? Ya'ni yozishdan oldin nimalarni reja qilgansiz, nimalarni o'ylagansiz, o'shani bir o'zingizdan eshitmoqchi edim. Mumkin emas. Rahmat oldin. Va alaykum assalom. Ajoyib savol. Rahmat, yaxshi gumon qilib shuncha yaxshi insonlarga yetishib chiqishga harakat qilasiz degan baholagingiz uchun. Biz endi kitob yozishdan maqsad hozir ko'pchilik qarasangiz atrofini, jamiyatni, dunyoni o'zgartirishga harakat qiladi. Kimga qo'yib bersangiz, sizlarning oralaringizda ham mana bolalar, o'quvchilar ham nimani o'zgartiradi desa, albatta birinchi navbatda o'ziga yoqmaydigan nimadir aytadi. Masalan, maktabda nimadir o'zgartiradi, yo qo'shni nimadir o'zgartiradi, mahallada yoki yurtda, davlatimizda nimadir o'zgartiradi deydi. Lekin bitta inson bunaqa katta o'zgarishlarni qilishi juda ham qiyin. Deylik, yurt miqyosida, davlat miqyosida nimadir o'zgartirish jismonan qodir emasmiz. Lekin men o'zim mana shu kitoblar yozish orqali kelajakda yoshlar jamiyatni o'zgartiradigan yoshlar yetishib chiqishiga hissa qo'sha olaman. O'zim shunga layoqatim bor deb o'shanga harakat qilishim kerak. Ya'ni bir o'zim hech narsa qila olmayman. Go'yoki bular meni askarlarim, kitoblarni o'qib, amal qilib jamiyatni o'zgartiradi degan niyat bor. Tasavvur qiling, mana hozir bugun go'zal huquqlar kitobini o'qigan bolalar 10 yil, 15 yildan keyin shu jamiyatda qanaqadir ishboshi, shu jamiyatni ustida turadigan kishilar bo'ladi. Katta ishlarda ishlaydigan, katta qarorlarni qabul qiladigan insonlar bo'ladi. Agar hozir go'zal huquqlarni o'qib va shu yo'lda davom etib o'sha 10 yil, 15 yil mana shu yo'lda turib tursa, o'z-o'zidan o'sha vaqtda qarorlar ham, holat ham o'zgaradi. Maqsad shu.
Rahmat kattakon ustoz. Bizni mana shu tadbirimiz endi ozgina Chilonzor filialimiz hissiyotga ozgina berilishdi. Xafa bo'lmaysiz. Hali yosh, xudo xolasa, hali yutuqlari oldinda, hali tinchlikni borib zabt etib kelishadi, xudo xolasa. Va sizni yana biz maktabimizni ikkala filialida ham kutib qolamiz. Albatta o'ylaymizki, bugungi tadbirimiz sizni kelajakdagi kitoblaringiz uchun ilhom bo'ldi degan umiddamiz. Demak, azizlar, xayrlashamiz ustozimiz bilan. Salomat bo'ling. Tashrifingiz uchun rahmat. Doim bo'ling salomat. Oxirgi so'nggi so'z albatta maktabimiz asoschisi. Ustoz, rahmat kattakon. Xush kelibsiz. Boshimiz ko'p ketdi va juda ham katta manfaatlar oldik. Alloh rozi bo'lsin. Eslaganda bizning bolajonlarimizni haqiga duo qilib qo'ying. Va bularning kitoblarini o'qib juda ham ko'p manfaat olganman o'zim farzandlarimiz bilan. Va bugun ham o'zingizlar guvohi bo'ldinglar. Kitoblarni yozish jarayonidan boshqalasini savol javob qildinglar. Xudo xolasa, bundan keyingi kitoblarni ham o'qib, hali bunaqa muhokamalar qilib, ustozdan ko'p manfaatlar olamiz. Alloh rozi bo'lsin. Xush kelibsiz. Arzimiz bo'lsa-da, bizni esdalik sovg'amiz bor edi. Qoldi maktabda, namoyishlarda. Eslagan vaqtda. Xush kelibsiz. Salomat bo'ling. Ustoz haqiga sizlarga duo qilib qo'yinglar, xo'pmi? Bugun tadbirimiz rosa go'zal o'tdi. Tashkilotchilarga, tayyorgarlik ko'rgan hammaga rahmat bildiramiz, rahmat aytamiz. Sizlarga ham kattakon rahmat. Zo'r, munosib qatnashdinglar. Keyin anaqa she'rlarni muallif bilan menga berib qo'ysanglar, yod oladigan she'r bo'libdi. Baraka topinglar. Rahmat. Hammaga rahmat. Katta rahmat, shunchalik tayyorgarlik qilib, shuncha zo'r o'tkazganlaringiz uchun. Yana bitta iltimos, hozir aytganlariga esimga tushib qoldi. Mana shu kitobdan xulosalaringizni, she'rlaringiz bo'ladimi? Ustozlar orqali menga yetkazinglar. Iltimos, mana shu kitobda keng tarqalishiga hissa qo'shgan bo'lasizlar. Bitta o'quvchi kitobdan olgan bitta foydasini aytsa, uni o'qigan 10 ta o'quvchi yana o'sha kitobni o'qishi mumkin. Menga shu bo'yicha yordam beringlar. Mana shu kitobni ko'pchilikka yetishida sizlar mana kitobni o'qigan sifatida bir guvoh bo'lib, o'qigan xulosalaringizni menga bersanglar, men buni ijtimoiy tarmoqqa chiqaraman. Albatta ism familiyalaringiz bilan, kerak bo'lsa o'sha maktab nomi, sinflaringiz nomi bilan aniq qilib chiqaramiz va boshqa o'quvchilar ha, mana bu falonchi o'qigan ekan, foyda topdi, demak men ham o'qisam foyda bo'ladi deb o'qiydi. Shu keng tarqalishiga yordam bergan bo'lasizlar. Sizlarga rahmat. Baraka topinglar, rozi bo'linglar. Ustoz, yana bir iltimos bor ekan. Esingizda bo'lsa, sizga video murojaat yo'llashgan o'quvchilarimiz bor edi. Bu video murojaat yo'llagan o'quvchilarimiz bu yoqqa kelisha olmadi, chunki ular tinchlikda o'qishadi. Shunga bir vaqtingizni topib, xudo xolasa vaqtingizni o'g'irlab, bu yoqqa tashrif buyurishingizni iltimos qilamiz. Vaqtingizga qarab ustozga yoki bizga ma'lum qilsangiz, albatta o'quvchilarimiz bilan uchrashtiramiz. Ular ham sizni intiqlik bilan kutishadi. Rahmat. Rahmat.